Biz yoshligimiz paytlari sal san'at sohasiga qarashlar boshqacha edi-da. Keldim, san'atim bir o'rtada to'xtadi. Shahzod Azimov san'atkormi yo restorator? 80% mehmonlar o'sha muammoni aytmasdan ketadi-da. Borib qarasam agar o'sha hamma narsa tayyor. Baribir bo'lgan bo'lishi kerak, hech bo'lmaganda yilda bir. Sizda yaxshilab o'ylab ko'raman, sizni muhokama qilishga umuman haqqimiz yo'q. Ota bo'lsang, ota qadriga yetasan. Aytmang shunday. Farzandlarim hayron o'tganda boshqa avlodda umuman san'at sohasi yo'q. Boshingizda o'tgan narsani ko'proq aytgisi keladi-da farzandlarga. Hozirgi madaniyat sal o'zgardi-da. Qanaqadir g'alati bo'lib qolganda, bor yo'q mana 20 yillar, 15 yillar oldingi gap aytyapti. Yulduz bo'lish uchun konservatoriyaga o'qishing shartmi? Pul ketsa ham obro' ketmasin degan gaplar bor-da oldindan. Neujeli men shunaqa joyda shuncha yil yashaganman. Bo'lsa, ikkita quda bir-biri bilan kelishsa, agar shu narsalar bo'lmasa, lekin To'yga aralashmanglar deb. qani ixti armiya baraf. Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar обязательно klassik ashulachi bo'lardi. Ammo Arganchi Shahzoda Gir bitta to'yga borsangiz, sразу to'y olib ketaverardi. To'ylarimni hammasini o'rtoqlarimga Umid Haydarov jo'ram. Fonogramma aytsa ham bular zo'r deydigan zamon bo'ldi-da. Har kun mashinada 4 ta qizda hay guliman jon bulbul. Lekin Samarqandda birinchisi Shahzod Azimov. Assalomu alaykum Samarqand yulduzlari, muxlislari. Mana bugungi sonimizni tasvirga olishga keldik. Bizning bugungi mehmonimiz Samarqandimiz yulduzi Shahzod Azimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ishlar yaxshimi? Rahmat. Hayotdagi tashvishlar bilan, oila, biznes, to'y tashvishlar bilan charchamayapsizmi aka? Hammasi shirin tashvishlar. Rahmat. Bugungi intervyumizga yo'q demaganingiz uchun rahmat. O'ylaymizki, biz beradigan savollar sizni noqulay holatga tushirmaydi. Muxlislarimiz uchun o'zingiz haqida kamroq ma'lumot. Xo'sh, rahmat Latifjon. Endi o'zimiz haqimizda ozroq aytsak, biladigan, bilmaydigan insonlar uchun Azimov Shahzod Baxtiyorovich. O'zimni shu paytgacha baribir ham san'atkor deb bilaman. San'at sohasida ancha shon-sharaflar qozondik deb o'ylayman. Shu paytgacha ham baribir san'atkor deb o'ylayman-da. Ozroq tadbirkorlik bo'lsa ham, boshqa ishlar bilan shug'ullangan bo'lsak ham san'atkor deb bilaman. San'at bilan hozirgacha shug'ullanib kelamiz. Xo'sh, endi bugungi suhbatimizga keladigan bo'lsak, Latifjon, men sizga ozroq taklifim bor. Men sizni kuzatdim. Siz menga ozroq bir 2 hafta oldin taklif berganingizdan keyin ozroq kuzatdim. Ijodingiz yaxshi, juda ham yaxshi yo'ldasiz, to'g'ri yo'ldasiz. Men sizga taklif berganimki, intervyularingiz ko'proq rasmiyatchilik bor-da, qanaqadir, faqat savol-javob. Men bugun siz bilan bir rasta suhbat qilaylik demoqchiman. Faqat siz savol bermang, men ham savol berasiz. Maylimi? Men savol bilan boshlasam. Maylimi? Mayli aka. Siz ruxsat berasizmi? Mayli. Xo'sh, mana shu qiladigan ishingiz, deylik, har bitta hayotda kelib, har bir inson qiladigan ishidan bir qanaqadir maqsad, qanaqadir kutuvlari bo'ladi-ku. Mana shu katta ishni boshlabsiz, ko'z tegmasin, yaxshi. O'zim ham qiziqaman, mana bu Chotki TV, intervyu TVlarni kuzataman, qarayman. O'shalarni har bitta intervyudan oldin bizning qonunlarimiz bor, qoidalarimiz bor deydi. Sizning qoidangiz yo'q ekan, shuning uchun ham men sizga taklif beryapman-da. Mana shu qilgan intervyungizdan, qilgan yaxshi boshlaganingizdan odamlarga nimadir bermoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Nima maqsad? Nima bermoqchisiz odamlarga mana shu intervyu orqali? Shahzod aka, savol zo'r bo'ldi. Endi bu yo'nalishda boshlaganimiz sababi birinchi o'rinda Samarqandda bunaqa mavzular, ya'ni bunaqa intervyular pashti yo'q. Bor, bitta ikkitalar bor, ko'ryapmiz. Ularda endi mavzulari boshqa xil. Ya'ni kimningdir daromadi, ishi, puli qiziq. Endi bizga asosan bizni kuzatayotganlar biladi, oldindan o'z vaqtida Samarqandni ruschasiga aytadigan legendalarini qaytadan yana o'zini davrini insonlarga ko'rsatish. Ya'ni sizni davringizdagi o'zingizni muxlislaringiz, siz vaqtingizda masalan 18 yoshda bo'ladimi, 20 yoshda bo'ladimi, hozir ular yoshlari 40-50 yoshda. Ular ko'pchilik hozir siz va sizga o'xshagan oldingi davr legendalarini yana qaytadan ko'rishni, sizni ko'rgandan keyin ular o'zini yoshligini eslashini xohlayman. Bu proyektni boshlashimiz o'zi meni o'zim adashmasam karantindagi 2022-yil boshlamoqchi bo'lganman. O'sha vaqt mana shu sistema bo'lmagan ekan. Ancha odamga telefon qilganman, iltimos qilganman.
olaylik deganman, yo o'sha vaqtda insonlarda ishonch bo'lmagan yoki biz gapni to'g'ri tushuntirib bera olmaganmiz, bo'lmagan o'sha narsa qolib ketgan. Demak, hozir men tushunishim bo'yicha siz asosan o'sha Samarqand yulduzlari deganingizda hozirgi yulduz ham, oldingi yulduz ham bo'lishi mumkin-da. Demak, siz ko'proq o'sha retro bo'lmasa ham davrida davrini surgan shularga ko'proq e'tibor bermoqchisizda. Davrining eng zo'rlari. Davrining zo'rlari bu o'shan bilan nima bermoqchimiz? Demak, siz o'shan bilan hozirgi san'atkorlarga, hozirgi yoshlarga nimadir, balki kimdir nimadir maslahat berar, kimdir nima. Yana bir narsa men xohlaymanki, oldingi davrdagi insonlar hozirgi yoshlarga yaxshiroq ibrat bo'lishini xohlaymiz. Oldingi davrda ibo, hayo, madaniyat degan narsa bor edi. Hozir ko'ryapsiz, internet ochiq oydin so'kishga o'tib ketdi. Kalta-kulta kiyinishlar. Endi oldingi madaniyat bilan hozirgi madaniyat farqi juda katta. O'sha narsalar. Zo'r. Endi men mayli savolimni juda ko'p qilmayman. Men shuni siz bilan bundan keyin kechadigan suhbatimiz ham qiziqroq bo'lishini aytmoqchimanki, intervyu faqat savol-javob to'g'ri. Men o'zim haqimda qachon tug'ilganman, nima qilganman, nechta farzandim bor, nima uchun san'atga kirib kelganman, o'zi aslida qanaqa bo'lgan qiziq bo'lishi mumkin, lekin ko'proq biz mana hozir mana shu operatorimizni kutgan paytlarda ham ancha suhbat qildik. Ikkovimizga ham qiziq bo'ldi-da bu suhbat. Hayotiy qanaqadir muhokamalar, hozir mana o'zingiz aytyapsiz, hozirgi sal ochiq-sochiq bo'lib ketdi, internet bo'ldi. Mana shu temalarda ko'proq gaplashsak agar, menimcha ko'proq odamlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat avvalambor. Demak, mana hozir siz o'sha davri legendasi yo legenda bo'lmasa ham o'sha yerda ko'zga tashlangan san'atkor sifatida bizani taklif etdingizmi? Demak, shunga loyiq ko'ribsiz. Avvalo rahmat. Men o'zimni yulduz darajasida bilmayman. To'g'ri, ko'chaga chiqsak taniydigan odamlarimiz bor. Xudoga shukr, qilgan nimadirimiz. Men bitta narsa aytmoqchimanki, odamlarga o'sha populyarni nima o'zbekchasiga deyiladi? Taniqli bo'lish boshqacha-yu, sevimli bo'lish boshqacha-da. Masalan, juda ko'p taniqli insonlarni bilishimiz mumkin, lekin uni qaysi qo'shig'i hit darajasiga yo qanaqa qo'shiq aytadi desak ayta olmasligimiz mumkin. Xuddi shunaqa menda ham bo'lishi mumkin. Ko'chada ko'rsa taniydi-yu, qo'shig'imni aytib ber desam ayta olmaydi. Bu ham bir qanaqadir o'ziga yarasha minus pluslari bor deyman-da. Shuning uchun ham rahmat. Davom ettiramiz. Suhbat qilsak yaxshiroq. Shunday. Suhbat bo'lsa, meni o'zimning shaxsiy savolim, Shahzod Azimov san'atkormi yo restorator? Endi bilganlar, o'zimizni tanishlar ko'pchilik biladi. O'zida tadbirkorlikka sho'ng'ib ketdik oxirgi paytlar. Hali bundan keyin ham savollaringiz bo'lsa kerak, san'at nimaga qolib ketdi deganda, oxirgi payt tadbirkorlik bilan shug'ullanyapmiz. Boshdan ham aytdim, o'zimni san'atkor deb bilaman. Любой payt san'atkor deb bilaman. Endi tadbirkorlikka kelishimiz boshdan o'sha yoshlikdan ota-onamiz san'atkor bo'lmaganlar. Otam ham, onam ham ishchi, organ xodimi, pромышленный odamlar bo'lganlar. Ayam ko'proq endi har bir farzand, ota-ona o'zini farzandi bir yaxshi joylarda ishlatsin, namunali, faxrli inson bo'lsin deganda o'sha biz yoshligimiz paytlari sal san'at sohasiga qarashlar boshqacha edi-da. Qarashlar boshqacha edi. Ota-onamiz san'at sohasida ko'rishni xohlamagan unchalik. O'qitishgan, qo'ygan, men chet tillar institutini tugatdim. Shu bitta usloviya bilan. Ayam aytdilarki, agar sen chet tillar institutiga kirsang, men senga yana 5 yil to'yda yurishga, san'at bilan shug'ullanishga ruxsat beraman dedilar. Shu uchun ham o'qidik. Shu chet tillar institutini ham hurmatli domlamiz Yusuf Nimatish Abdullayev davrlarida o'qidik. Har yillari Xalisa bayramlari, aktivizalda shu borib respublika tanlovlarida yutib kelib, shu demoqchi bo'lganim Shahzod Azimov desa, o'sha artist bo'ladimi deydigan bo'ldi. Shu Inyazda ham artist bo'lib tanildik-da. O'qishni qoyillatmadik. Shuning uchun ham ota-onamiz xohlaganlaridek inson bo'lishga harakat qildik, lekin baribir ham natijasi nima bo'ldi? Shu ota-onamizga ham hurmatni, rahmatni ham san'at orqali yetkazdik. Baribir shunaqa bo'ldi. Chunki ichdan men san'atkor edim-da baribir. Keyinchalik shu Inyazni tugatib bolalar bilan Yevropaga borib keldim. San'atim bir o'rtada to'xtadi.
o'sha yerda tilni bilganimiz uchun Yevropada 2-3 yil ham o'qidik, ham ishladik, restoran sohasida ishladik. Endi tilni bilsangiz, restoranda ishlasangiz osonroq. O'sha yerda restoran sirlarini ozroq o'rganganimiz uchun keyinchalik yosh ulg'ayganimizdan keyin nimadir chetda yana nimadirlar qilishgisi keladi odamni, erkakka 40 hunar kam deydi-ku. Shunday. O'zimizni restoran sohasida sinab ko'rdik-da. Shundan ketdik keyin yana o'sha restoran sohasi. Fratelli kafeni ochdik. Keyin mana bu Jasmin restoranini o'zimizni sinab ko'rdik. Lekin bu soha общепит, umumiy ovqatlanish sohasi tadbirkorlikda juda bir mehnatni, vaqtni juda ko'p talab qiladigan tadbirkorlik sohasi ekan. Unga sal adashganmiz. San'at sohasi o'zi bilan ketaveradi. Biz restoran ham o'z yo'lida ketaveradi deb o'ylaganmiz. Lekin juda vaqtimizni olib qo'ydi. Shuning uchun ham ozroq san'atdan ham chetlashib qoldik. Hozir shu общепит bo'yicha qiyinchiliklar qanday? Общепит bo'yicha qiyinchilik qanaqa? Qiyinchilik hamma sohada bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, u juda ko'p vaqt talab qiladi. Masalan, umumiy ovqatlanish tadbirkorlik yo'nalishida, mana oddiy misol, siz o'zingiz biron bir kafega kelib ovqatlansangiz, nimadir sizga yoqmasa, nimadir ovqatimi, ta'mimi yo obsluživание, servis yoqmasa, nimadir ofitsiant vaqtida kelmaydimi, 80% mehmonlar o'sha muammoni aytmasdan ketadi-da. Просто tak qaytib kelmaydi, tamom. 20% aytib ketishi mumkin. Жалоба yozib ketishi mumkin. Lekin o'sha rahbariyatga bu жалоба, o'sha odzivlar juda ham muhimda restoranni rivojlantirish uchun. Shuning uchun ham просто tak 1-2 oyda restoran yopilib ketib, mehmonlar qaytib kelmasligi mumkin. Rahbariyat buni bilmaydi ham nima bo'lganini. Chunki o'sha kelib yurganda, qo'yganda hamma idealni zo'r ishlaydi. Boshqa sohalarni qanaqadir bir konveyer, производствоlarni bir qo'ysa agar turish ketib qolishi mumkin-da. То есть o'sha rahbariyatsiz ham ishlayveradi. Restoran sohasida ozroq bosh-qosh bo'lib qarab turmasangiz qiyinroq, boshida ko'proq turishingiz kerak bo'ladi. Shunga vaqt ko'p ketib qoladi. Keyin juda ham Samarqandimizda bilasiz, juda ko'pchilik gurman, har xil ovqatlar yemaydi. Ko'p joylarga, respublikaga borsangiz ham, bizanikilar o'zimiz ham yursak ham, Toshkentda ham, boshqa joylarda yursak har xil ovqat yeolmaymiz. O'zimizni Samarqandni ovqatlarini sog'inamiz. Juda qadamda restoran, konkurensiya kuchli. Doim yangilik qilishingiz kerak, doim yangi ovqatlar o'ylab topishingiz kerak, vaqt ko'p ketib qoladi. Qiyinchilik tomonlari shunda, vaqt ko'p ketib qoladi. Hozir shu ishingizda ishchi tanlash uchun nimaga e'tibor berasiz? Misol, ishchi almashadi sizda. Povur bo'ladi, boshqasi nimaga qarab ularni qabul qilasiz? Xo'sh, ishchi tanlash kadroviy muammo, juda katta muammo, bu tugamaydigan muammo. Hozir bizning respublikamizda juda banal, og'ir tema. Ko'proq o'sha ishchi tanlashda afsuski men e'tibor beradiganim uni maqsadiga e'tibor beraman-da. Lekin shu restoranda o'zini keyinchalik tasavvur qila oladigan xodim juda kamdan kam. Afsuski ko'p xodimlar keladi restoran sohasini vaqtinchalik deb o'ylaydi. Mana oddiy misol student. Men kanikulimda ishlashim kerak. Men hozir diplomimni olaman. Keyin bir kondisioner tagida oq ko'ylaklarni kiyib bankdami, hokimiyatdami o'tiraman deb o'ylaydi. Afsuski bunaqa bo'lmaydi. U diplom hozir o'zi hech kimga kerak emas. Bilim bo'lish kerak. U kuni bilan restoranda podnos ko'tarib yuradi. Borib to'g'ri o'qimaydi. Natijada hozir institutlarimiz ham hammasi shaxsiy bo'lib ketgan-ku. Kontraktini to'lasangiz, u bilmayman qanaqa o'qitadi, lekin aksariyat bizda ishlaydigan xodimlarimiz ko'psi o'sha qayerdadir student, qayerdadir o'qiydi. Shunaqa. Hozirgi aytgan gapingizga savol bor edi o'zi, ya'ni vaqtinchalik ish, afisantlik. Shunaqa vaqtinchalik. Shu narsani qaysidir darajaga ko'tarib, doimiy ish, ya'ni shu xuddiki powerlarning kelajagi borday, shu afisantlarga ham shunaqa sharoitlar qilsa bo'ladimi? Bizlarda O'zbekistondagi вообще shu sistemada yo o'sha bo'ydagi fraza qolib ketaveradimi? Bu vaqtinchalik ish. Do'stimiz Ahmadjon degan do'stimiz Xalahmat restoranining pastida Gastro Expo degan shunaqa bir o'quv markazi ochgan.
Lekin afsuski u narsa haligacha bir rivojlanib kelmayapti-da. Nima uchun? Men sizga sababini aytaman. Masalan, o'sha ofitsiant mana hozir shundoq kelib ishlasa ham определённый shu bir pulini olib ketyapti. Kunlik, oylik pulini olib ketyapti. Lekin u nima uchun ketib yana pul sarflab o'sha ofitsiantlikda o'qish kerak? Mantiq bo'lmay qolyapti-da. U yerda kelinglar, biz sizlarga sifatli servisni o'rgatamiz desa agar, sifatli servis bo'lmasa ham shu ham ishga olyapti-yu degan tushuncha bo'lyapti-da. Keyin o'sha bolalarni ham o'zini hayotini ko'ra olmayapti ofitsiantlikda. Bu qanaqadir ular uchun past sohami? Vaholanki men Yevropada 3 yil yurganimda 50 yosh, 55 yoshlik ofitsiantlar italyanskiy restoranda kirganimda ular hayotda ofitsiantligini bermasdi. Chunki kunida deylik masalan $30, $50 oyligi bo'lsa, $100, $150 chivisi bo'lardi-da. Ular o'zini mehmonlari bor. Shu ismini so'rab keladiganlari bor. Telefon qilib joy zakaz qiladi. U restoranni xo'jayinini bilmaydi, lekin ofitsiantni biladi. Shunaqa. Endi u darajagacha yetib borishimiz kerak. Bizani dunyo qarashimiz o'zgarishi kerak. Vaqt kerak-da unga. Menimcha, meni fikrim shunaqa. Hozir o'zingiz aytganingizdek, bizda restoran juda ko'p aka. Konkurensiya juda baland. Juda. Kimdir sal arzon qilsa, ko'pchilik shu tomonga o'tib ketib qolyapti. Shunaqa. Shu narsani qanday bartaraf etsa bo'ladi? Yangi restoran ochayotganlar ko'pga ketmayapti aka. Juda ko'pchiliklarni ko'ramiz. Mana Orzu Mahmudovada Gastrol ko'cha-ku. Ko'pchilik restoran ochiladi, yopiladi. Shunday. O'zi statistika bo'yicha ko'p restoranlar 80% restoranlar 2 oyda yopilib ketadi. Buni bartaraf qilish mumkin emas. Bu taraqqiyot. Bu bo'laverish kerak. Bu normal holat. Bizni o'sha investorlarimiz, pulni tikayotgan o'sha investorlarimizga tajriba kerak. Ular o'sha mana shu qayerga pul tikishdan oldin menga ko'p shunaqa taklif bo'ladi. Masalan, dom quradigan do'stlarimiz kimdir ortiqcha bir qanaqadir joyi bor, o'shanga определённый summa vложить qilib restoranni qurib qo'ygan, hammasini tayyor qilgan, o'sha telefon qiladi. Biron bir ish boshqaruvchi, shef-povur yo'qmi, bironta bu kafeni boshqarsa deydi-da. U bunaqa oson emas. Boshdan ko'rish kerak, nimaga moslashtirib, konsepsiyasi qanaqa, nima ovqat qilasizlar, bu birdaniga qilinmaydi deyman. Borib qarasam agar o'sha hamma narsa tayyor. Hamma narsani qurib bo'lgandan keyin ular xodim ishlashni boshlaydi. Vaholanki bunaqa bo'lish kerak emas-da aslida. Uni qonun qoidalari bor. Konsepsiya birinchi navbatda tuziladi. Masalan, biz kim uchun restoranni quramiz? Bizning mehmonlarimiz kim? Bu oldin o'rganiladi. Masalan, qaysi o'sha общепит soha, masalan deylik, shashlik beramizmi? Nimaga shashlik? Xo'p, shashlik xona ochmoqchiman. Xo'p, shashlik xona ochamiz. Nimaga o'sha shashlik xonani mana yonimizdagi Ikrom shashlikda odamlar kelyapti? Nimaga shuncha odam u yoqqa bormasdan bizga kelish kerak? Siz ham shuncha odam ketyapti-ku. Mantiq yo'q. Yo'q, biz yaxshiroq qilamiz, bizga keladi deb o'ylaydi-da. Shuning uchun oldin o'rganiladi u narsa. Nima qilishimiz mumkin? Mana balki yaponskiy, balki koreyskiy, balki nimadir turetskiy ovqat qilishimiz mumkin. Biz mana shu restoranimizda turk ovqatlarini 6 oy qo'ydik. 6 oy turk odamni olib kelib qo'ydik. O'sha turk odam 3 oy mana shu yerda yurdi. Restoranning ichida odamlarga ovqat olib kelib, o'sha pahmajunlar, shish kebablar. Lekin odamlar qabul qila olmadi. Bo'lmasa Toshkentda turk ovqatlari, taomlari zo'r ketadi. Samarqandda yurmadi u narsa. 3 oy 6 oygacha kutdik. Mana bu turgan joyimiz o'zi arendami o'zingizga? Endi bu oilaviy korxona. Oilaviy o'zimizniki. Joy o'zingizniki? Ha, oilaviy o'zimizniki. Qanaqa arenda to'lash yo'q u yerda. Arenda deganim sababiki, buni aytganda juda ko'pchilik restoran ochilib yopilishiga ham meni fikrimcha arendatorlar ham ko'pchilik sabab qolyapti-da. Shu, albatta uni arendani to'lash kerak. Boyagi yopilishini sababi ham shuda, arendasini bera olmaydi-da. Qiyin. Shuning uchun ham biz mana bu yerda sudralib, tirishib, almashib kelganimizning sababi ham shunda ko'proq shu yordam bo'ladi-da. Men arenda masalasiga ham, ya'ni arendatorlar masalasidan gapirmoqchiman. Arendatorlar
ba'zilari borda, endi siz shu narsani ichida yuribsiz. Qaysi restoran yaxshi ko'tarilib keldi? O'sha yoqda yo arendasini ko'taradilar yoki bir yo'lni qilib shu odamni chiqarib yuborib joyiga yo o'zlari ishlaydi shunday. yoki boshqa yaxshiroq pul beradigan olib keladi-da. Bo'lgan bizda unaqa, biz ham filialimizni orishtirganmiz. Boyagi aytgan gapim shu investorlar, arrendatorlar o'sha urovingga yetishimiz kerak. Bu vaqt ketadi-da, chunki bir marta shunaqa bo'ladi, bir marta yaxshi ketayotgan kafeni olib o'zim ishlataman deb o'ylaydi, lekin qila olmaydi. Keyin ikkinchi martasida o'zi bu ishni qilmaydi. Bu vaqt talab qiladi. 5 yil, 10 yil, 20 yil balki. Shuning uchun ham o'sha darajaga ma'naviy kelishib yetishimiz kerak-da. Men shunaqa insonmanki, hamma narsaga obyektiv qarayman-da. Hech anaqa bir nima deydi, zlopamyatni qaramayman u narsaga. Ha, shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Shu narsaga yetib kelishimiz kerak, bizga dars bo'lish kerak. O'sha tadbirkorlikda ko'p o'rgandim. Mana уже 5-6 yil jiddiy shug'ullanyapmiz tadbirkorlik bilan. Ko'p seminarlarga boramiz, qatnashamiz, kitoblar o'qiymiz. Shu narsaniga amin bo'ldimki, mana hozir juda tadbirkorlikka davlat tomonidan ham yaxshi qaralyapti. Hozir yoshlarimiz ko'pchilik shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga aytmoqchimanki, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. O'sha kichkina summa bilan startap deydi. Startap bilan biznes qilganda shu kichkina summa bilan risk bo'ladi-da. Kim katta biznesmen bo'lgandan keyin risk qilib, million dollar bilan risk qilgandan ko'ra, mana bu yerda 1000-2000 dollar bilan risk qilgan yaxshiroqda. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, qo'rqmasdan ish qilaverish kerak. O'xshamasa hech narsa emas, yanadan ish qilaverish kerak. Mana aytganingizdek, ya'ni o'g'riliklar, shunaqa narsalar. Вообще-то sizda restorangizda shunaqa narsa o'sha ishchini qanday, nima desam, qo'yib yuborasiz, uni jazolaysizmi, pulini bermaysizmi yoki boshqa yo'l tutasizmi, nimadir bo'ladimi baribir? Baribir bo'lgan bo'lishi kerak, hech bo'lmaganda yilda bir. Usiz emas. Endi eng muhimi o'sha masalan administratsiya deydi-ku, tepadagi administratsiya boshqaruvchi bolalarimiz bor-da. O'sha zalni boshqaradigan, oshxonani boshqaradigan texnologlarimiz bor. Asosiy shu bolalar o'g'irlik qilmasligini juda men anaqa qilaman-da. Kontrol emas-u, sharoit qilmasligimiz kerak deb o'ylayman. Endi avvalambor inson agar juda chuqurlashib bormasak agar, mana shu dunyoda kelishimiz ham odam-atodan boshlasak agar, xato qilib jannatda yurgan odam-atomiz xato qilib shu yerga kelib qolgan-ku. Hammamiz shu avloddanmiz. Qonimizda shayton yuradi. Sharoit qilib bersak, odamzod shunaqa-da. Bir marta xato qilib nimandir olib qo'ysa, kimdir sezmasa, sezmadi-ku deb 2 marta, 3 marta qilib ketaveradi-da. Shuning uchun ham avvalambor agar yonimda yaqin bolalar shu ishni qanaqadir qilib qo'ygan bo'lsa yoki sezgan bo'lsam, o'zimdan ko'proq xafa bo'laman. Nimaga shu sharoit bo'lib qoldi, bilmay qoldik. Men sharoit qilmasligimiz kerak edi deb o'ylayman-u. Keyin uni bo'shatish yo qoldirish masalasida yaxshilab o'ylab ko'raman. Uni olib keladigan foydasidan zararini taqqoslab ko'raman. Keyin iloji boricha u odam o'zi o'g'irlik qiladigan odam ishlamasligi kerak imkon qadar. Vaziyatiga uni juda ham ko'p foyda olib kelganiga qarab, yoshiga qarab imkon berishga harakat qilaman lekin. Agar umishligidan juda grubiy xato qilgan bo'lsa, o'zi ishlamasligi kerak. Agar juda hamma bilgan bo'lsa, avtoritet o'zi zavedeniyaning tashqi kompaniyani anaqasi uchun ham yaxshi emas-da. Ko'pchilik bilgan bo'lsa, rahbariyat shuni bildi-yu, lekin baribir ishlayapti degan narsa ham bo'ladi. Endi uni vaziyatga qaraysiz-da. Vaziyatga qaraysiz, lekin ko'pincha o'sha sharoit qilmasak agar bolalar bu ishni qilmaydi. O'zimiz avvalambor sharoit qilib beramizda shunga. Kontrol deb kam qilib qo'yasiz, qaramaysiz, qo'ymaysiz. O'z oddiy farzandingizni oling. Shu bir marta konfetni olsa indamaysiz, bolam deysiz, qo'yasiz, ertaga u borib konfetni oladi, shkoflarga kiradi, har narsa qilaveradi. Sal 1-2 marta jazolab tursangiz agar hayiqib turadi. Xuddi shunaqa narsa. Hozir mana shu biznes bo'yicha oldinlari sarafanni video deganlarsam ko'p bo'ladi. Ya'ni birovga aytsa, mana bu joy zo'r, ovqati zo'r, yo mana bu odamniki desa, odam ko'p keladi. Hozir adashmasam 80% o'sha internet bilan bog'lanib qoldi-da. SMM boyagi reklamalar, qaysi blogerlar reklama qiladi yoki ochilish qilib beryapti. O'sha narsalar sizni biznesingizga ta'sir qilyaptimi? Albatta ta'sir qiladi deb o'ylaymiz.
mana hozir yozgi payti ham shu yozgi letkalar deymiz-ku. Yozgi dam oladigan joylar, yozgi kafelar ko'paygani sababmi bilmayman, sal savdo tashlaydi. Ta'sir qiladi ozroq. Yangi restoranlar ko'p ochilyapti. Baribir odamlar bizada standart, o'rtacha standartdan ko'proq deb o'ylayman-da. Shu umumiy ovqatlanish sal ko'proq deb o'ylayman xalqimizga nisbatan. Shuning uchun ham ozroq anaqa qiladi, ta'sir qiladi bu narsa. Lekin o'sha brendni ushlash kerak deb o'ylayman. Agar brendni ushlab, o'sha sifatli ovqatlaringizni, mehmonlaringiz siz uchun, sizni dargohingizga nima uchun kelayotganligini aniq bilsangiz, agar o'sha nima uchun kelayotgan nuqtaga kuchni bersangiz, odamlar o'sha uchun kelaveradi. Chunki ko'pchilik ham o'zi mehmonni o'zi ham aslida bilmaydi nima uchun shu yoqqa borishini. Uni biz o'rganishimiz kerak-da. Hozir sizda bu yer bitta, toshka. Hozircha boshqa yo'q. Yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Bu katta sitoy restoranlar qanday ishlaydi? Shashlik o'z, yana boshqalar. Bitta restoranda adashmasa bir 10 ta filiali bor-da. Uni boshqarish qiyinchilik emasmi? Qiyinchilik qachon qiyin bo'lmaydi. Masalan, endi shashlik o'zlarini unchalik bilmayman, lekin mировой brendlar, o'sha sitioylar standart asosida ishlaydi. Faqat o'sha tizim asosida ishlaydi-da. Masalan, agar bitta kafe, restoran bo'lsa, tizim qo'yish shart emas. O'sha bir o'zingiz kelib, o'sha har kun powerni ko'rasiz, har kun menejerni ko'rib, gaplashib, kontrol qilib yuraverasiz. Lekin agar siz уже set qilib boshqa kafelar ochmoqchi bo'lsangiz, обязательно standart qilishingiz kerak. То есть o'sha har bir standart deganda qonunda qonun ishlashi kerak. Har bir xodim qonun bilan ishlashi kerak. Masalan, o'sha har bitta уборщицani dan tortib to menejer, shefyorlargacha standarti bo'lishi kerak. U nima qiladi, ertalab keladi, checklist standart deydi. Keladi, svetni yoqadi, mana buni artadi, mana buni qo'yadi. Hammasini mana shu yerdagi artishlarni, nima qilishlarini hammasini yozib chiqishingiz kerak. U shu bo'yicha ishlash kerak. Mana shu KFC, McDonald's, mana shu katta sitioylar dunyo bo'yicha 300 ta restoranlar, kafelari bor. O'shalar mana shu tom katta kitoblarda standartlari bor-da. O'sha asosda ishlaydi. Endi har xil odam bor-da, biznesda ham, hayotda ham. Mana shu biznesingizda ko'proq o'zingiz e'tibor berasizmi yoki ishchilarga siz o'rgatib ular bilan davom ettirasizmi? O'zimga e'tibor qanaqa? Yo'q, o'zingiz bu yerga ko'proq e'tibor berasizmi? Yo'q, hozir masalan mana bizlar 2-3 ta filial ochdik, keyin yana yopdik-ku. Men ham xuddi shu narsani tushundimki, sistema tizim qo'ymasak agar biz o'sa olmarkanmiz. Men shu narsani tushunib yetdim. Hozir ko'proq mana 1 yildan beri o'sha tizimlashtirishga e'tiborni qaratyapman. Mana shu tizimlashtirishni yo'lga qo'ymasak o'sa olmaymiz. Shuning uchun ham ko'proq chetdan turib bolalarni o'zi boshqarishiga, o'sha tizim bilan ishlashiga e'tibor beryapman. Lekin chetdan turib o'sha mehmonlarga ko'proq nima kerak, mana hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, odamlarni hayratda qoldirish, emotsiya deydi-ku, boyagi anaqa qilish qiyin bo'lib qoldi-da. Udivit qilish qiyin bo'lib qoldi. Internet kuchayib ketdi. Hamma yosh bolalar ham hamma narsani ko'rgan, biladi. Hayratda qoldirish qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun ham ko'pincha odamlar restoranga ovqat yeb, ovqat zo'r bo'lsa keladi deyish ham kam bo'lib qoldi. Yetmaydigan daraja bo'lib qoldi-da. Qayerga bormasangiz hamma joyda mazali, yaxshi ovqat pishiradi. U bilan odamlarni hayratda qoldira olmaysiz. Shuning uchun ham postoyan o'rganishimiz kerak bo'ladi. Mehmonlarga nima qilsak kelishi mumkin. Shu ko'proq bolalarga e'tibor beramiz, xodimlarga. Shahzod aka, endi restoran mavzusidan sal chiqsak. Hayotga o'tsak, yulduzlar predachasiga o'xshamadi, yo'q, unga emas. Biznes intervyu bo'ldi. Biznesda olib boraversangiz, odamlar qaysidir darajada chiqib ketib qolishi mumkin yoki sizni o'zingiz sferangizdagini ko'rishi mumkin. Baribir sizda hayotingiz faqat biznes bilan emas-da. Shunday. Bu san'atkorlik, yana boshqa. Xo'sh, aka, o'zingizni oilaviy qonuniyatingiz qanday? Xo'sh, oilaviy qonuniyatim. Oilaviy qonuniyatimda menda erkinlik.
erkin bolalarimni juda erkin katta qildi. Qizim katta qiz bo'lib qoldi. Institutda o'qiyapti, 1-kurs. 5 ta farzandim bor. Kichkinasi egizakchalar 1-sinfda o'qiydi. Bularni hammasini endi shu men yoshlik payti Yevropada 2-3 yil bo'lganim balki dunyoqarashlarimni o'zgartirdi. Juda erkin bolalarni, farzandlarni eshitishga harakat qilaman. Ular bilan do'stlashishga harakat qilaman. Shuning uchun ham o'zligini topishda hayotda. O'zligini topishga, do'stona yordamlashishga harakat qilaman. Shuning uchun ham mana o'sha endi ota-onamizni muhokama qilishga umuman haqqimiz yo'q. Baribir ota-onamizni yaxshi ko'ramiz. Xudo rahmat qilsin. Ikkalari ham o'tib ketdilar. Aytmoqchi bo'lganim, ota-onamiz bizani juda yaxshi farzand bo'lsin, nimadirga hayotda erishsin deb o'qitdilar. Lekin baribir o'sha san'atkor bo'ldik, konsertlar qo'ydik, juda yaxshi rahmatlar olib keldik. Demoqchi bo'lganim, o'sha biz bilan o'tirib bundoq xohishimizdek boshqacha muloqot boshqacharoq edi ota-onalarimiz bilan. Dadam sal jiddiyroq odam edilar. U kishi bilan unchalik gaplashib o'tira olmadik, ayam bilan gaplashardik. Shuning uchun endi har bir inson ota-onasidan yaxshilik tomonlarini, nimadir tomonlarni shu ota-onasi bilan qila olmaganini farzandiga yaxshiroq qilib beray deydi. Shulardan kelib chiqib o'sha Yevropada 3-4 yil yurdik. Masalan, bizda u yevropeyskiy desa agar boshqacha tushunishadi-da. Demak, u shim kiygan qiz, o'g'ilmi, nima, sochlarini uzun qilibmi, faqat shu tomonda yevropeyskiy desa faqat shu tomonni o'ylaydi. Lekin masalan, Yevropani juda ko'p tomonlarini men o'zimga olganman. To'g'ri so'zlik, ular yolg'on gapirmaydi. Lekin juda bir nima deydi, faqat kulib yurishi, faqat yaxshilik qilishi. Mana ishxonada men o'sha barmen, ofitsiant bo'lib ishlaganman. O'qishdan tashqari, tilni bilganimiz uchun. Men barda o'tirganimda mana stakanni tozalab turasizda, barni stoykada kelib odamlar pivo ichib ketadi. Ular bilan gaplashishingiz kerak. 2 marta ogohlantiradi. Kulib turishingiz kerak. Faqat mana shunaqa turishingiz kerak-da. Mana turishingiz kerak. Kelgandan mana shunaqa turishingiz kerak. Menejer bir marta mana shuni turamiz-ku, bo'lmaydi o'sha. Bir marta aytadi, 2 marta aytadi, 3-marta o'sha ishdan haydaydi. Faqat mana shunaqa turishimiz kerak. Ishxonaga kirdingiz, mana shunaqa turishingiz kerak-da. Barda mana shu stakanni tozalab, xayol surib, endi baribir uyni sog'inasiz, o'ylaysiz. Yonimda turib, boyagi o'sha pivo ichib turgan odam menga aytayapti inglizchalab. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sen xursand bo'lishing kerak, nima buncha xomush o'tiribsan deyapti-da. Sразу menejerga qarayapman, meni ko'rib qolmadim deb kulib turibman-da yana. Mana shu tomonlari bor. Masalan, boshida sal boshqacha g'alati bo'ladi. O'sha angliyskiy privet, angliyskiy до свидания deydi-ku. Hi, how are you? Ko'ylaging zo'r, shiming zo'r ko'rinishdasan deyuradi-da har kun. Xuddi odam ustidan kulgandek. Lekin bunda o'ylab qarasangiz, bu juda ham yaxshi kayfiyatingizni ko'taradi-ku. Shuning uchun men deyman, Yevropani faqat shu shim kiyishga, anu kalta yubka kiyib, boshqa tomoni emas, mana shu tomonlarini masalan men o'rganganman. Men oilamga birinchi uylanganimda ham xotinimga faqat shunaqa derdim. Yangi kelin kuyov bo'lib yurganimizda shunda uyga kelsam agar mana qilib yurgan bo'lsa, исходный положение derdim-da. Bunaqa qilib yurardi. Shuning uchun ham nima bo'lishidan qat'iy nazar hayotda xursand bo'lib shukronalik qilish kerak. Hayotda qonuniy, oilaviy qonunimiz shuni o'ylayman. Bir gap bor-da, ota bo'lsang, otaning qadriga yetasan. Tushungandaysiz. Ota bo'lsang, ota qadriga yetasan. Aytmang, shunday. Ota bo'lsang, otangning qadriga yetasan. Endi hozir nima desam, bu narsa aytmoqchimanki, genetikami, boshqami, ana bolalarimiz katta bo'lyapti, shu uchunmi o'zimda o'zgarish bo'layotganini sezyapman-da. Masalan, даже farzandlarim ham, ayolim ham aytadi, boshqacha bo'lyapsiz. Kiyinish usulingiz ham boshqacha, o'zingiz ham boshqacha. Mana o'tgan yil hovliga ko'chib o'tdik. Borib bedona olib keldim uyga. 4-5 ta bedona olib keldim. Farzandlarim hayron. Siz qanaqa вообще такой, endi ularning fikricha men такой, nima deydi, современный, men bedona
milliy yuk qanaqadir. Bilmayman, shu betonani ovozi yoqadi-da menga. Yoqib qoldi. Oldinlari e'tibor bermagan ekanman. Lekin vaholanki dadalari Xotambo juda ko'p bu bedonalari bor edi uyda. U kishi vaqtida magazinda ishlaganlar, urush payti teatralnida ishlaganlar, teatrda o'qib kelganlar, urush boshlangandan keyin o'qishlari tamom bo'lgan, 3-kursdan kelganlar, urushga borganlar, keyin yerdan ranning bo'lib kelganlar, qolib ketgan. O'sha san'at sohasi demoqchi bo'lganim shu Xotamboda menga ozroq o'tganda, boshqa avlodda umuman san'at sohasi yo'q. Bitta Xotamboda bor, Xotambo ham 2 kurs teatralda o'qiganlar bo'ldi shu bilan. O'sha kishi keyin magazinda ishlab, tadbirkorlik qilib, oxirgi biz u kishini bobo deb biladigan vaqtimiz bozorda nos sotardilar. Чистый такой типичный таджик. Xotambo nos surish, nos sotardilar-yu, keyin bedonalari bor edi uyda. O'shani bilmayman, shu genetika tortyaptimi deyman. Shunaqa bo'lar ekanda. Lekin farzandlarimizga ham haqiqatan har safar gapirganda, qo'yganda shu ota-onamizni eslaymiz. Harakat qilamiz. Quloq solmasa, qo'ymasa, gapirishga qo'yamiz, lekin haqiqatan ham to'g'ri, shunaqa gap bor va haq gap. Sizga qanchalik ta'sir qiladi shular? Yo'q, ta'sir qiladi albatta. Eslaysizmi, otangiz qaysidir gaplari hali ham sizga o'sha narsani qaysidir darajada ishlatasiz? Mana bu o'g'lim, mana bunday qilsang to'g'ri bo'ladi yoki mana bu noto'g'ri degan narsani haligacha siz ishlatasizmi hayotingizda? Ha, dadam ha, bolalarimga aytaman, hozir bolalarim ham menga mana shunaqa ko'p gapirasiz deydilar. Boyagi dadam ham shunaqa edilar-da. Bir o'tirsalar turib ketib qola olmadim. Ishga kech qolaman, bir ketishim kerak edi, bir gaplari boshlanardi, gapiraverardilar. Hozir o'zimiz ham shunaqa bo'lib qolyapmiz. Endi boshingizda o'tgan narsani ko'proq aytgisi keladi-da farzandlarga. Dadam bilan ko'p gaplashardik oxirgi paytlar. Endi dadam o'zi почти 80 yoshda ketib qoldilar. Yosh endi 50-60 yoshlarda uncha gapira olmasdik, juda strogiy edilar. Lekin oxirgi paytlar juda do'st bo'lib qoldik, o'rtoq bo'lib qoldik dadam bilan. Yoshlik davringizni hisobga olsak, madaniyat boshqacha edi-da ota-onaga nisbatan. Masalan, otangiz kelsa, o'tirsa ovqat yerdingiz yoki o'sha otangiz duo qilsalar keyin turib ketardingiz. Hozirgi madaniyat sal o'zgardi-da, qaysidir darajada hurmatsizlik bo'lib ketdimi, tushunmaysiz? Ya'ni hamma o'zicha otaga qarab o'tirmayaptilar. Endi ko'proq mana ko'z bilan ko'pchilik ko'ryapti. Keyin kinolarda ham ko'rsatib berishyapti shu narsalarni. Siz hozirgi zamon yoshlariga nima deysiz shu narsaga? Xo'sh, bu narsaga men normal qarayman. Bu taraqqiyot. Masalan, hozir zamon shunaqa bo'lib ketyapti-da, deylik, hamma ish bilan band bo'lib ketdi. O'zimizni oilamizdan masalan bizlar yosh edik, 6 ta farzand katta bo'lganmizda dadam bilan ayamga. 8 kishi o'tirardik. Haqiqatan ham siz aytgandek bitta oilada o'tirardik. O'jinimiz обязательно o'jin birga edi. Sekin-sekin opam to'y bo'ldilar, ikkinchi opam to'y bo'ldilar, akam armiyaga ketdi, ikkinchi akam armiyaga ketdi, men qoldim. Keyin birdan mustaqillik, vaziyatlar o'zgardi. Ayam qayergadir ishga ketib qoldilar, pensiyadan keyin. Uyda kamchilik 2 kishi, 3 kishi qoldik. Kimdir o'qishga ketyapti, kelyapti, kimdir kech ketyapti, men to'yga chiqib ketaman, o'zin qila olmaymiz. Vaziyat shunaqa bo'lib ketdi. O'tira olmadik, o'sha dasturxonda yig'ilisha olmadik-da. Keyinchalik mana hozir o'zimizda ham xuddi shunaqa, meni farzandlarim orasida ham. Kimdir mana hozir ikkinchi qizim repetitorga boryapti, 7-8 oyda keladigan bo'lib qoldi. Mana u ham bir o'zinda to'g'ri kela olmaydi. Bu kichkinachalarimiz bilan birga o'tiraylik desak agar, ularga astravok qilganmiz, отдельный stoli bor. Bir dasturxonda o'tira olmayapmiz-da. Ba'zi o'zim ham hayron qolaman shu narsaga. Aqay o'rtada bir hammamiz o'jin qilaylik desak, yo'q, bizga she'r qulay, mana bu yerda o'zimizning kreslochamiz bor, astravokchamiz bor deydi. Ular uchalasi u yerda o'tiradi. Biz bu yerda er-xotin o'zimiz ovqatlanamiz, qanaqadir g'alati bo'lib qolganda. Lekin siz aytgandek tarbiya, mehr-oqibat bu narsalar umuman bunga aloqasi yo'q deb o'ylayman. Bu o'sha tepadagilarni mehr-oqibat, aloqani ota-ona mas'uliyatni o'ziga olish kerak. Mas'uliyatni o'ziga olib, tarbiyani davomiy berish kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'sha Yevropada bo'ldim dedim-ku. Yevropadan kelgan paytim men o'zi qaror qabul qilib qo'yganman.
uylanaman, uylangandan keyin umuman oilamni tashlab hech qayerga ketmayman. Nima bo'lsa ham mana shu yerda, mana Xudoga shukr, men xayolimga kelmagan, mana shu restoran ochamiz, mana shunaqa ishlaymiz, qo'yamiz, oddiy o'sha to'ylarga chiqib kunimizni ko'rib yurganmiz-da. Karimbekda har kechqurun kelib qo'shiq aytardik. Kuniga hozirgi pul bilan $10, $20 pul topib ishlab yurardik. Zapasimizda $500 ziyod pul bo'lmas edi. Bor yo'g'i mana shu 20 yillar, 15 yillar oldingi gap aytyapmiz-da. Shuning uchun ham bir maqsad bo'lish kerak. Buni sababi deyman boshqa narsada. Mana o'rtada mana 10-15 yil ko'p odamlarimiz, xalqimiz bolalarni, farzandlarini tashlab chetga ishga ketdi, farzandlar qarovsiz qolib ketdi. O'zi bilan o'zi katta bo'ldi, o'sdi. Ular farzandni masalan sen bunaqa qilishing kerak, unaqa qilishing kerak deyishdan ko'ra, o'zimiz shuni qilib yursak, qo'limiz bilan yetaklab qabristonga olib borsak, onamizni ziyorat qilganda yoki amakimizni ziyorat qilganda ikkita non ko'tarib borganda yonimizga birga olib borsak, u qoladi-da kallasi. Mehr oqat bilan o'zi bilmagan holda qon-qoniga singib davomiylik bo'ladi. Bu narsani ko'rmadi-ku bolalar. Farzandi ota-onasi faqat Rossiyada, dada salom pul tamom bo'ldi. Shunday. Ha, shuning uchun ham farzandlarimiz sal hozirgi mana hozir ishga qabul qilyapsiz deyapsiz-ku. Ko'psi ishga qabul qilganda yosh bolalar 15, 16 yosh, 18 yosh, 20 yosh bolalar kelganda ko'psi shu ahvol. Nech pul berasiz, nima qilish kerak o'zi deydi. Aniq maqsadi yo'q. Masalan, bir shogirdlik turish, bir sohani o'rganish, masalan, powerlikmi, zavzallikmi, mana shu sohani o'rganay, shogird turay degan narsa yo'q. Hozirdan nima men nech pul berasiz, nima qilishim kerak deydi-da. Mana shunaqa fikrim. Mana o'zi yoshingiz ham ancha bir katta bo'ldi. Vaqt qadri haqida gapirsangiz sizga. Xo'sh. Vaqt juda ham boyagi yoshlik deylik, shu 25 yoshlardan keyin 30 yoshlardan keyin asnonim shu uylangandan keyin juda vaqt ko'p tez ketib qolar ekan. Endi bu tema juda chuqur tema. Men bir narsa demoqchimanki, e'tibor berish kerak. Masalan, hayotni odam har bir hayotimizni, insonning hayotini necha deylik, mana 80 yosh deylikmi o'rta holi. Shuni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 25 yosh, 45 yosh, 65 yosh, keyin 80 yosh, to'g'rimi? Mana shu davrlarni har bir mana shu hozir aytib o'tgan davrlarimizni o'z vaqtida o'zini qiladigan ishlari bor-da. Ana shuni to'g'ri taqsimlolsak, hammasi yaxshi bo'ladi. To есть o'sha 65 dan keyin yaxshi yashaymiz deb o'ylayman-da. Mana shu narsalarni yaxshi taqsimlash kerak. 25 yoshgacha yaxshi o'qish kerakmi? Demak, yaxshi o'qish kerak. Agar mana shuni vaqtida qilmasak, mana deylik o'qishimiz kerak, ha? 25 gacha yaxshi o'qishimiz kerak. 25 dan 45 gacha biz ishlashimiz kerak. O'sha payt yaxshi ishlashimiz kerak. 45 dan 65 gacha biz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mehr-oqibat, qarindosh urug'chilik, farzandlaringizni huzurini ko'rish, mana shunaqa bo'lib qoladi odam. Ana shu payt mehr ulashasiz. 65 yoshdan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hamma joyingiz og'rishni boshlaydi. Faqat sog'lig'ingizga, ibodatga e'tiboringizni hamma e'tibor berayotgan bo'lsangiz, 60 dan keyin, 50 dan keyin hajga boradi. Hali yoshman, 60 dan keyin namoz o'qiymiz deydi. Shuni hammasini o'z vaqtida qilsa, kam-kam yaxshi bo'ladi. 25 yoshgacha o'qimadimi, demak u 25 yoshdan keyin yaxshi joyda ishlay olmaydi. U qora ish qiladi. Agar 25 yoshgacha yaxshi o'qisa, demak u 25 dan 45 gacha yaxshi joylarda ishlashi mumkin. Yaxshi natijalarga erishishi mumkin. O'sha 45 gacha yaxshi pulni yig'ib oladi-yu, 65 gacha o'sha yig'gan pullarni yaxshi investitsiya qilib orttiradi. Keyin 65 dan keyin yaxshi yashaydi. Mana boyagi vaqt deganingizda, mana shu vaqtni to'g'ri belgilashimiz kerak. Shu vaqt masalasida mana hozirgacha keling taxminan 40 yil, 50 yil vaqtingiz o'tdi-da. Nimaga erishdingiz, nimaga hali erishganingiz emas? Reja bo'yicha yoki orzu umidlar bo'yicha.
man aslida shu paytgacha qanaqadir erkin san'atkorman-ku, o'zimni san'atkor deb bilaman. O'zimni hech qachon majburlamaganman-da nimadir qilishga. Mana shu san'at sohasida ham ijod qilmasdan qo'ydik, tadbirkorlikka berildik. Lekin tadbirkorlikni bahona qilib vaqt ko'p ketyapmiz deyapmiz-ku, lekin aslida meni fikrim bu ham bir bahona. O'sha deylik, nima o'sha payt ko'nglim istasa, nima menga yaqinroq bo'lsa, shuni qilib kelganman-da. Shuning uchun ham hozirga nimaga erishgan bo'lsam, shunga shukrona qilib yashayveraman. Demak, mana shu paytgacha shu narsaga erishishim kerak deb o'ylayman-da. O'zimni mana bu narsani qilishim kerak deb majburlamaganman-da hech qachon. Shuning uchun ham hozir eng muhimi to'g'ri yo'ldaligimiz, lekin to'g'ri mas'uliyatni sezishimiz kerak. Farzandlarimiz katta bo'ladi. Ularni oyoqqa turish uchun o'zimizni ushlab olishimiz kerak. Lekin hammasi yaxshi bo'ladi. Niyat qilish kerak. Shuning uchun ham savolingizga javob mana shu vaqtgacha nimaga erishgan bo'lsam, hammasiga shukronalik. Lekin bundan keyin ham Xudo xolasa yaxshi katta planlarimiz bor, niyatlarimiz bor. Erishamiz hali. Hali vaqt bor. Farzandlaringiz ham katta bo'ldi. Katta bo'lyapti. Institutda o'qiyapti deyapsiz. Kattasi institutda o'qiyapti. Endi Xudo xohlasa endi qiz chiqaradigan vaqt kelyapti. Xudo xolasa qiz chiqaramiz, vaqtini bersin albatta. Endi hozir birinchi kurs hali, vaqt bor, Xudo xolasa. Endi o'zini ham har birini fikrini hurmat qilaman men. Qizimiz ham o'sha nima deydi, boshdan hammasini musiqiy maktabda o'qitganman. Zo'r natijalarni erishgan. Ikkinchi qizimiz dutor bo'yicha международный koronavirus vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Международный konkursda yaxshi ballarni oldi. Uchinchi qizimiz hozir fleytada respublikada Toshkentga borib 3 kun konsert konkurs bo'ldi. Respublikada birinchi o'rinda olib keldi. Fleyta bo'yicha 5-sinf qizimiz. Yaxshi san'at sohasida hammasi talantli. O'sha katta qizim ham konservatoriyaga kirsammi, yo'qqa kirsammi, bu yoqqa kirsammi dedi. Borib ko'rsatdi. Menga farqi yo'q, kirsang kir dedim. Xo'p, konservatoriyada o'qisam nima bo'laman deyapti. Xo'p, nima bo'lsam bilmadim. O'qiysan, zo'r spetsialist bo'lasan. Keyin shu boyagi musiqa maktabidagi ma'lum bo'lamanmi deyapti. Ha, shunaqa bo'lasan, nima bo'lasan boshqa? Nima bo'lishing mumkin? Men yulduz bo'lsamchi deyapti. Ha, yulduz bo'lish uchun konservatoriyaga o'qishing shart emas. Sen yulduz bo'lishing uchun ijod qilishing kerak, nimadir o'zingni ko'rsatishing kerak. Endi xayolida bilmadim, balki men nimadir yordam qilishim kerakdir. Kim bilan nimadir gaplashtirishim kerakdir. Lekin bunaqa kimgadir nimadir gaplashtirib beradigan narsa emas-ku yulduz bo'lish, to'g'ri? Ijod qilish kerak, nimadir qo'shiq yaratish kerak, nimadir o'zini ko'rsatish kerak. Shuning uchun ham ko'p o'yladi. No, baribir ham san'at sohasidan uzoq emas. Shu Всероссийский Gerasimov nomidagi Всероссийский institut kinematografiya. Xudo xolasa rejissyorlik fakultetiga kirdi. U ham baribir san'at sohasi. Mayli, hayotda o'zini o'rnini topsin. Rejissyorlikka o'qisa agar juda masshtabni, juda keng-ku, uni o'qitadigan anaqalari, fanlari, bilimi juda kerakli bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham o'ziga qaraymiz farzandlarimizni, nima sohada, nima bo'lishidan qat'iy nazar, turmushi ham, boshqasi ham o'zi bilan maslahatlashib, Xudo xolasa qilamiz hammasini. Keyin shu qizingizga sovchi kelsa, qanday tanlaysiz? Kuyovnimi? Yo o'zi tanlagani bo'laveradimi deysiz? Endi sovchi kelsa, birinchi navbatda o'sha yoshlar o'zi gaplashishi kerak menimcha. Birinchi navbatda o'zlari gaplashishi kerak. Endi ayollar o'zini ishini qilsa kerak, tanishsa kerak, gaplashsa kerak. Oldin qanaqadir nima deydi, o'zini standartlari, nimalari bo'lsa kerak. Ayollar oldin o'zini ishini qiladi. Keyinchalik sekin-sekin kuyov bilan gaplashsa kerak. Chunki men qizimni ko'proq xarakterini boshqa bilaman-ku. Eng muhimi baxtli bo'lishda. O'sha deylik yigit xarakteri bilan to'g'ri keladimi, qanaqadir taxminan qanaqadir bo'ladi-yu baribir ham.
mani fikrim turmushda o'sha ikkita yosh oilani hayot tarzi, boyagi er xotin, o'sha bo'lajak er xotinlarni hayot tarzi, qudalarni hayot tarzi teng bo'lishi kerak-da. Tushunyapsizmi? O'shanda osonroq bo'ladi. Masalan, umuman boshqa xil deylik oilaga tushib qolsa agar sal qiyin bo'ladi-da. Birovni tushunib ketishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham biz endi farzandlarimizga osonroq bo'lishi uchun, yashashi osonroq bo'lishi uchun oilalar to'g'ri kelishi kerak bir-birovga. Qaysi ma'noda? Men boyagi mansab, pul, unaqa narsa emas. Hayot tarzi shunga to'g'ri kelishi kerak-da. Endi o'sha to'y bo'lsa, keling bu yilmi, kelasi yilmi? Hozir hammasi aniq bo'lib to'y bo'ladigan bo'lsa. Ha, endi men aytmoqchimanki, hozirgi vaqtda to'y qilish sal qiyinlashdi-da. Siz qanday o'tkazishga harakat qilasiz? Ko'proq narsa bilanmi yoki shu boricha qilib beribmi yo o'zingiz yevropeyskimi yo nima? Har o'ylovi bor, ayollar qaysi darajada latta-puttaga qiziqadi. Rasxod ko'p bo'lsa ham, pul ketsa ham obro' ketmasin degan gaplar bor-da oldindan. Shu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Hozir men sizga bir narsa aytib beraman. Bundan ancha yillar oldin, bu uylanishimdan oldin men Yevropadan 4 yil, почти 4 yil bo'lib keldim. Umuman boshqacha, ko'rinishim ham boshqacha. Men oxirgi paytlar shu turklar bilan ishlaganman. Turklar menga soqolimni olishing kerak, tirnog'ingni olishing kerak, sochlaringni olishing kerak, jonimga tegib ketgan. Endi Yevropada erkin yurishni xohlaysiz. Ki ulardan keyin italyanlar bilan ishga kirgandan keyin italyanlar umuman erkinda. Bolalar ofitsiantlar mana bu yerda sirg'alari bilan yuradi, sochlarini bir nima qilib ofitsiantlar yuraveradi. Ularga o'rganib, men ham sochlarini o'stirib olib, mamcha sochim bo'lib ketgan. Xo'st qilib yurardi. Shunaqa holatda kelganman Samarqandga. Dadamga tabiiyki unchalik yoqmagan. Bir haftadan keyin olib tashladim, sal yengillashtirdim. Lekin dunyoqarashim shunga yarasha o'zgarib ketganda, umuman dunyoqarash o'zgarib ketgan. Men endi 4 yil bo'lmaganman. Kelganimdan keyin hayron qolganman. Neujeli men shunaqa joyda shuncha yil yashaganman. Qanaqa qilib bunaqa joyda yashash mumkin? Hamma joy svetlar, uchoq, kechqurunlar loy, oyog'im loylarga kirib ketyapti. Qorong'i. Ashi siqilganman-da, umuman siqilganman. Keyin to'y masalasida ham dadam bilan ayamga aytganman. Endi men o'sha payt erka o'zimcha, dadam ayam sog'ingan. Nima desam, hay deyuradi ular. Dada, aya to'ydi, unaqa qilmaymiz. Chotki, mana hamma qator emas, o'sha chet eldagi odamlarga o'xshab 20 kishi, 30 kishi, maksimum 50 kishi, bor ana 100 kishi bilan to'y qilamiz. Desam, dadam ayam bu rollarga qarab, bizning o'z qarindoshimiz qancha? Bitta dadang tomon, ayang tomon qancha bo'ladi? U xudolar keladi, yana qanaqa bo'ladi? Kerak emas bizga bunaqa. Ha deganlar. Endi ular ham qarangda. Mayli, o'ziga kelib qoladi deb. Xo'p deganlar. Keyin shu bilan kelin izlashga tushganmiz. Kelinni izlayverganlar, singlim bilan birga ayam bu yoqqa borsa, akamga bu to'g'ri kelmaydi. Akam hozir shu yevropeyskiy bo'lib ketgan. Bunaqa oddiy qizchalar to'g'ri kelmaydi. Akamga modnitsa olishimiz kerak deb rosa qidirgan bular. Keyin men Samarqandda ozroq zerikdim-u, Toshkentga ishga ketdim. Toshkentda radioda ishga kirdim. Zuka ovoz operatori bo'lib ishga kirdim. 2 yil Toshkentda qolib ketdim. Qiz topa olmaymiz. Endi bilmayman, men o'zi standartimni aytmaganman bunaqa qiz kerak deb. Ular o'zi shunaqa izlashni boshlaganda. Boshingizni og'ritmay ish qilib qiz topildi. Hammasi yaxshi, o'zimizni milliy, o'zimizni urf-odatlarga to'g'ri keladigan, hammasi normalni bo'ldi-yu. Lekin baribir ham o'sha 500 kishilik to'y qildik-da. Men bu gapim bilan nima demoqchimanki, hozir ham shunaqa deyman. Hozir ham qayerga bormay hammani shunaqa deyman. Nima kerak? Qisqartirish kerak. Bunaqa damidoska kimga kerak? Bu ayollarni latta puttasi, falon pismadon deyman. Shuning uchun ham ayolim, dadasiga qolsa, men shuning uchun ham o'zim ishlayman, o'zim pul topaman. Bu kishi bunaqa narsalarni tushunmaydi deydi. Lekin qiyin masala. Baribir ham bizning o'zimizning urf-odatlar bor, ayollarning gap so'zlari bor. O'sha delokasatsiya qiladi-ku, o'sha to'y yaqinlashadi-ku. O'zingiz bilmay qolasiz, qanaqa qilib el qatori mana shunaqa to'y qilganingizni. Qiyin masala. O'zimiz ko'p gapiramiz-u, lekin buni bir qanaqadir ko'pchilik hamma mana hozir yaqinda endi kim biladi, avgustdan boshqacha bo'ladi, kam bo'ladi deyishyapti. Lekin men tarafdori buni.
qancha kam bo'lsa, oddiyroq bo'lsa, ikkita quda bir-biri bilan kelishsa, masalan o'sha lishniy millionta materiallamasi shu kerakli ko'ylaklarni olsa, o'sha er-xotin pulini olib mayli bir aylanib kelsin, chunki er-xotin bir-birini tanimaydi, hali qo'ymaydi, ular bir o'zlarini o'rganib kelsin, asal oyadiganlardek. Hozir mana ko'pchilik boryapti-ku dam olishga, yoqqa, bu yoqqa, shu bilan boyagi 1 yildan keyin bolalik bo'ladi, yana tug'adi, keyin qolib ketadi. Mayli, yoshlar o'zini bir-birini tanisin, o'rgansin, kamchiliklar uyiga keraklidir, balki kir mashina kerakdir, balki televizor kerakdir, o'shalarni olsin, oshxonasiga sharoit qilsin. Mana buncha qilib xalqqa to'y bergandan ko'ra, to'g'rimi? Mana shu fikrda. Lekin bu narsani hammamiz aytamiz, amal kelgan payti qiynalib qolamiz. Ayollarimiz qiynab qo'yadi. Ular o'zini ishini qilmasa bo'lmaydi baribir. Endi bari ota-onangiz aytgandek, amaki, xola, tog'a shu bilan ko'payib ketadi endi. Xafa bo'ladi aytmasangiz. Aytmasangiz xafa bo'ladi. Xafa bo'ladi, qiyin masala-da. Hozir shunaqa deymiz, ertaga yaqinlashib qolgandan keyin qanaqa qilib aytmaysiz, qanaqa qilib kelmaysiz deysiz. Mana hozir masalan, meni avlodim bor, xotinimning avlodi bor, ammam bor, xolam bor, opalarim bor, uni eri bor, qanaqa uni jiyanlar bor. Qiyin masala-da, yaqin-ku. Har hafta ko'rishib turadigan odamlar. Qiyin. Shuning uchun ham buni nima qilish kerak, qanaqa yechim qilish kerak, vaqt ko'rsatadi. Xohlaymiz, lekin haqiqatan ham xohlaymiz. Ancha iqtisodimiz ham ko'tarilardi. Men bilasizmi, mana shu narsani ham tadbirkorlikka bog'layman-da. Agar biza to'ylarimiz zo'r qisqaradi-ku, juda anaqamiz oshib ketadi, iqtisodimiz oshib ketadi. Nima uchun bilasizmi? Mana siz oddiy xalq, masalan, shu to'y qashami bor, boyagi kreditlari bor, uy olaman deydi, bolamga uy olishim kerak deydi, bitta uyi bo'lsa ham yana bitta oladi, kvartiralar oladi, to'yga pul yig'adi-ku, shuning uchun ham restoranga bora olmaydi. To'g'rimi? Parkka bora olmaydi. O'sha bir Toshkentgami, basseynlarga bora olmaydi. Buni tadbirkorlar ochgan-ku. Tadbirkorlarda savdo bo'lmaydi. Agar shu narsalar bo'lmasa, odamlar sekin-sekin farzandini olib, sekin restoranga shashlik bir haftada bir marta bo'lsa ham boradi keyin. Boyagi o'sha yaxshi ko'rgan ko'ylagini ola oladi. Bechora o'sha oddiy xalq sekin-sekin 1 yil, 2 yil bitta shimni kiyib yuradigan bo'ladi asosda, bolasi ko'paysa. To'g'rimi? Magazinlarda, do'konlarda qayerda savdo bo'lsin unda? Bu hamma tomonlama yaxshi bo'ladi agar to'ylarimiz qisqarsa. Men san'atkor sifat hozir do'stlarimiz, nima deyapsiz, Shahzod aka, bizni to'ysiz qolib ketamiz deyishi mumkin. Lekin to'yga aralashmanglar deb. To'ylar ko'payursa biz ishsiz qolib ketamiz deyishi mumkin. Ish topiladi hammaga. Shu to'y mavzusini jamiyatga bog'lasak, oldinlari to'ylardan keyin ajrashishlar juda kam edi-da. Hozir ko'payib ketdi. Oddiy narsaday bo'lib qoldi. Ya'ni, qanchadir yashadi, ajrashmoqchimi? Mayli, yoqmadimi? Ajrashsin. Nima shu biz ham siz aytganda Yevropaga yaqinlashib boryapmizmi? Yo'q. Yana o'sha gap, Latifjon. O'sha masalan bu yerda biz hammamiz bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Faqat kimnidir ayblashga, nima bo'lsa ham nima deydi, zamon, hozirgi zamonga bu tashlaymiz, vinovat zamon, hozirgi taraqqiyot, shunga tashlayverishga o'rganganmiz-da, aslida unaqa emas. O'sha ota-ona tarbiyalab yillar davomida tarbiyalash kerak bolani. Shu kichikligidan, shu 1 yoshar, 2 yosharligidan kerak bo'lsa, onani qornidan boshlash kerak tarbiyalashda. Shunda o'zimiz qanaqa bo'lsak, farzandlarimiz ham shunaqa bo'lib kelaverish kerak. O'sha qizlarimiz, bolalarimiz nimaga bunaqa bo'lyapti? Demak, ularda sabr yo'q. Ular o'rgangan shu narsaga. O'zi mana hozir deylik, xotin nima qilish kerak, erkak nima qilish kerak, juda majburiyatlarni biladi yosh bolalar. Shunaqada men hayron qolaman-da. O'ylamaysanmi desa, qiz topish qiyin, qiz yo'q deydi. Nimaga qiz yo'q desa, Telegrammi yo'q, Instagrammi yo'q, qizlar topish qiyin. Uni qanaqa qilib Instagrammi yo'q, Telegrammi yo'q, qizni hozir topib bo'ladimi? Hozir masalan siz xuddi bir mana deylik, mana anaqa bor. Engullagan yoshlik chog'imda kino bor-ku, nima edi o'sha kinoning oti? Chinor tagidagi duel. O'sha kinoda eslasangiz, shunaqa joyi bor. 4 ta boboy o'tiradi, nima deyapsan? Nima uncha baqirasan deydi-ku, otamni uylantiryapman desaga. Ana shu yerda Motorolchada yosh bolacha o'tib ketadi, tarrallab. Bu arava, shayton arava deb o'sha yoshlarni aniq qiladi-da. Bu nima ahvol bu?
то есть bu yildan yilga o'tadigan narsa. O'sha boboylar o'sha motorolda yurgan bolachani so'kkan o'sha payti o'sha motorolda yurgan erkak ham dadam qatori odamda. Keyin dadam katta bo'lgandan keyin, boboy bo'lgandan keyin biza o'sha dirillatib mashinada yursak agar ularga yoqmaydi o'sha. Bu tabiiy holat. Qanaqa qilib siz hozir masalan o'sha mashina yo'q, yo samolyotda uchmaydigan odamni topolmayman deyishingiz mumkin. Bu taraqqiyot. Men bir kun qizimni ota-onalar majlisiga boryapman. Borsam agar ma'lum aytayaptiki, bolalarga deyapti, knopchni telefon beringlar deyapti. Falon pismadon, qizlarimizga e'tirozimiz yo'q, lekin o'g'il bolalarimiz yomon deyapti. Juda har xil narsalar ko'radi, qo'yadi, falon pismadon, sigaret chakadi, unaqa telefonlarni yig'ishtiramiz, knopchni beramiz deyapti. Aynamasdan eshitib turdim endi. Oxirida savolingiz bormi dedim. Aytdim, men savol bersam mayli, men xo'p. Mana hozir dedim, sizlar knopchni telefon ber deyapsizlar deyapman. Lekin o'zingizlar kontrol qilyapsizlarmi gapinglarni? Sizlar домашний задание, har kungi narsalarni nima orqali tashlayapsizlar? Bizlar bilan gaplashyapsizlar, bolalar bilan gaplashyapsizlar. Gruppa bor-ku. Telegram gruppa bor. Домашний задание, palon, pismadon, hamma narsani через gruppa qilyapti. Bizlar bilan ham через gruppa gapiradi. Kundalik ham elektronniy maktab ochilgan. Mana hozir yana nimadir maktabga kirish chiqishini kontrol qiladigan hamma narsa elektronniy bo'lib ketyapti-da. Qanaqa qilib bolalarimizga biz hozir knopchni telefon bersak, ular sizlar bilan o'sha har xil mana buni kserokopiya qilinglar, bir nima qilinglar deb постоянно tashlaydi-da, ma'lumlar. Ularning telegrami bo'lmaydi, ijtimosi bo'lmaydi, knopchni qo'lda telefon bo'ladi. Qanaqa qilib sizlar bilan gaplashadi? Aytinglar qani menga desam agar, "Yo'q, mayli, telefon olib beringlar, u faqat uyda tursin ekan. Maktabga kelgan paytda knopchni kelsin ekan." Logika qayerda? U uyga borgandan keyin ko'raveradi-ku o'sha narsani. Tushunyapsizmi? Hozir taraqqiyotdan to'xtatib bo'lmaydi. Masalan, o'sha internetda yomon narsalarni ko'rayotganimiz biz hayotda yo'q deb o'ylaysizmi? Qayerdan bilasiz hozir mana 16 yoshar, 17 yoshar farzandimiz maktabga boraman deb yomon joyga borib bir nimadir ish qilib ketsa mumkinmi? Nimaga faqat internetga kirib o'tirishidan biz qo'rqishimiz kerak? Biz uni madaniyatli, ma'naviyatli qilib tarbiyalashimiz kerak. O'tirib gapirishimiz kerak. O'sha farzandimizga mana shu narsani qilsang agar buni oqibatlari nima bo'lishini tushuntirishimiz kerak. Prosta tak tegma, kuyasan deyishimiz kerak emasda. Hozirroq qo'lini bundoq qilib kuyganligini his qilish kerak, tushunish kerakda. Buni boyaga aytgan gapimiz, farzandni oldida ota-onasi yonida bo'lmasa, uzoqda ishlayaptilar. O'sha 20 ming, 30 ming dollarda ishlayaptilar-yu, mana bu yerga kelgandan keyin dang'illama 10 ming dollarlarga artistlarni olib kelib, o'xma qilib to'y qilyaptilar. Izraeldan, Moskvadan, boshqa joylardan kelib dang'illama qo'yiblar. Bu bola bilan shug'ullanmagan 10 yillar davomida. Yana bolasini tashlab ketyapti. Bu bola umuman ota-onaning tarbiyasini ko'rmagan. Qanaqa qilib ayolni, qizchani tarbiyalashi mumkin, u bilan yashashi mumkin? To'g'rimi? Qiz bolaning ham oilasi ko'pchilik shunaqa bo'lyapti. Aksariyat nosog'lom oilalarda shunaqa narsa ko'p bo'lyapti deb o'ylayman-da. Sog'lom ota-onasi bor, pastaning yonida bo'lganlarni menimcha kamroq bo'lishi mumkin, kamroq. Menimcha shunda ayb. Zamonda, hozirgi vaqtda emas. Shahzod aka, endi sal o'sha ham san'at tarafiga o'tsak. San'atda yurganingiz qancha vaqt bo'ldi bu? Oraliq qaysi yildan to qaysi yilgacha? Endi san'at sohasida mayli, haqiqatan ham yaxshi bo'ldi bu suhbatimiz. Chunki san'at sohasida Hilola Tosheva bilan ham intervyu qilganmiz, Dildora opa bilan ham endi YouTube'da poisk bersalar chiqadi ko'p. Mayli, yana aytib beraman. O'zi boshida men ana u bilan boshlaganman. Muzikantlar, akkordeonda o'qiganman, muzikalniy maktabda. Meni ikkita akam dadam musiqa maktabiga olib borganlar, majburiy. Katta akam akkordeonda o'qiganlar, kichkina akam klarnetda. Maktabga bormaganlar, ma'lumi kelib axir dadamga aytsa agar bular oylar bormagan, keyin dadam xafa bo'lib, men majburlab nima qilaman deb menga navbat kelgan paytida majburlamaganlar keyin. Ikkita akasini majburladim, foydasi nima? Baribir maktabni tashladi deganlar-da. Men naborot xohlayman. Keyin dadamga oxir aytdim, meni musiqa maktabiga olib boring deb. Shuni musiqa maktabiga уже 5-sinf edim men borganimda. Borib ekzaminini topshirsam agar eng zo'r ball olganman-ku, akkordeonda o'qiganman. Men akkordeonga 5-sinf borganimda уже полный klavish chalardim, chunki akam uyda chalardilar-da. Akam keyin anaga ketdilar. Men 7-sinf edim, akam armiyaga ketdilar. O'sha instrumentlari qoldi.
Endi o'sha paytlar hali to'ylar hovlida bo'lardi, eslasangiz. Hovlida bo'lgan paytlari arganchi, unaqa ritm, baraban, argan, bunaqa narsalar endi qo'shilib kelyapti-da, hammasi jonli edi-da, tor, doira, maksimum gitara bo'lishi mumkin. Mana qo'shni og'ora narsalar bo'lardi. Barabanlar, ritm bloklar yo'q edi. Arganchi обязательно kerak edi. Akam moti ixtiyor ixtiyorganchi deb bizning hovliga kelardi. Eras bir kun ular kelyapti, ixtiyorganchi ketgan armiyaga. Men yosh bola 7-sinf. Qani ixti armiya baraf. Chom o'ynayapman. Men astan, men urom dedim men. Men chiqaman. Sen chola olasanmi? Men zo'r cholaman dedim. Ilojimiz yo'q, tavay. Chizada pesh rafsin. Ketdik arganda adyolga o'rab olganmiz, adyolga o'rardik-da, chixonlar ham yo'q edi-ku. Adyolga o'rab chiqdim, lel degan argan og'ir o'zi ham ba'zur ko'tarib qo'ydik, ketdik. Endi men shu 3 ta akkordni bilaman-da. Shu re minor bo'lsa, re, sol, la, pa, men shu akkordni bilaman, akam o'rgatgan. Mana shu yoqqa to'yni o'tkazdik-da, ish qilib. U boyagi Hofiz akaga ham vidga kerak ekan o'zi aslida. Pas qilib qo'ydi meni. Chalib o'tirdik. Shun bilan arganchi bo'lib ketdim men. Akam u yoqqa armiyaga ketdilar. Men 7-sinfligimdan to'ylarga chiqib ketdim. Shofirimiz skoriy edi. Skoriy pomosh bor. Maktabga kelardi. Maktabga kelardi, skoriyni bitta sirenasini bosardi-yu, "Ma'lum, menga javob bering" deb chiqib ketib maktabning to'yiga ketardik. 7-sinfda boshlangan. Keyin boyagi yaxshi san'atkorlar bilan yurdik, ulg'aydik, katta bo'ldik. Keyin o'sha boyagi 19 yoshimga kelib Aziza Baratova degan qo'shiqchi bo'lardi. Eslaysizmi? Ha, eslaymiz. O'sha Aziza Baratova degan qo'shiqchini sostavi rasbat bo'ldi-yu, Shurik aka, Furqat aka degan gitaristlar bo'lardi. O'sha akalar bilan qayerdandir topishib qoldik. O'sha akalar bir sostav qilamiz dedi. Xo'p dedik, kooperativniy institutda ular ishlaydi, men Inyazda o'qiyman. Sostav qildik. Qo'shiqchi yo'q. Men bitta g'ayrat arganchi jo'ram, ular ikkita gitarist. Kooperativniy institutda har kun kechqurun repetitsiya qilamiz. Qanaqadir firminni Pink Floyd, Deep Purple'larni repetitsiya qilamiz. Suhrob aka degan barabanchi bor, menga yoqadi zo'r. Bir oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar ish qilib 3 oy, 4 oy repetitsiya qildik. Qishi bilan peshkom kelamiz, ketamiz, mana shunaqa qilib yurdik. O'sha bahor bo'ldi. Endi nima qilamiz biz desak agar to'y repertuar yo'q-da, faqat repetitsiya boyagi firminni narsalar qilyapmiz. Shurik akaga badiiy rahbar, u kishi yoshlari katta. Biz unga u kishiga ishonib biz konsert qo'yamiz deyapti bizlar. Biz konsert qo'yamiz. Konsertdan kim pul topadi? Ular hammasi oilali, uylangan, bizga farqi yo'q. Keyin o'sha bahor bo'ldi. Keyin o'sha qarasak, boyagi konsert qiyin masala. To'ylarga chiqib, Shurik aka aytdiki, "Qay bir ikkita to'ylar kelyapti, to'ylarga chiqishimiz kerak. Karmanni rasxodlar uchun. Nima qilamiz? Qo'shiqchi topishimiz kerak bironta" dedi ular. Keyin men aytdimki, "Qay qo'shiqchi qani? Bormi? Yo'q, qo'shiqchi yo'q hozircha." Men aytdim, "Qay men salpal bilaman, boyagi sho'xchi bo'lardi-da oldin. Oldin qo'shiqchi, ashulachi, обязательно klassik ashulachi bo'lardi. Mana bu sho'x aytadigan qo'shiqchilar bor-ku, ular ashulachi bo'lmas edi. Ashula, katta ashula deydi-ku, klassik ashulachi. Mana bu biza sho'xchi deyiladi. Ammo arganchi Shahzoda Gir va yakdan sho'xchi va ya. Udobni-da, boyagi 4 ta ayol chiqqan payti o'sha sho'xni bir yoram bu bir ikkita qo'shiqlarni bilamiz-ku. Sho'xni qolganini boyagi sohib qironimni janon bo'laman deb ular aytadi. Bir ikkita yoram yo'larni biz aytardik. Keyin men qiziqardim ashulachilikka. Keyin aytdim Shurik akaga, men aytdim, "Haydavay, o'zimiz men ashula ayta olaman-ku, boshlab turaylik. To ashulachi topamiz, sezon o'tib ketadi." Haydi dedik, o'tirdik, bir ikkita Muhriddinning qo'shiqlarini, unisini bunisini kuzatamizlarni yodladik. To'yga chiqish boshladik, normalniy bo'ldi-da. Mana bu o'zimizning Samarqandda Laxuti ko'chalari bor-ku. Shu tomonlarda yashardi ular. O'zini territoriyasidan to'yda olishni boshladi. Mana shu Laxuti, keyin Gorbalnitsa, mana shu tomonlardan to'ylar olishni boshladi. To'ydan to'y. Endi u payt internet yo'q, boshqa yo'q. Bitta to'yga borsangiz, sirasi to'y olib ketaverardingiz. Ana shu o'sha 19-18 yoshda
ana shu qo'shiqchi bo'lib ketdimda man. Уже to'ylarni konkretni zo'r sezonni zo'r urdik. 2-3 yil urdik, keyin qish bo'ldi. Qishda restoranda o'tirishni xohladik, restoranda ishlatishni. Уже men har xil mana bu minisovkalar tayyorlab aytardim. Keyin restoranda aytdi, boyagi Karimbekka keldik. Karimbekda ishlatishni boshladik. Karimbekdan yana to'ylar olib boshladik. Institutda o'qirdim, institut tugatdim. Albom yozdik. Albom chiqarganmiz 14 ta Valeriya studiyasida. Ijod yaxshi ketyapti. Keyin shu institut tugatgan payti meni kursdoshlarim buzib qo'ydi-da. Ketdik dedi, Angliyada, Londonda zo'r dedi, yoqda falon pismadon. To'ylarimni hammasini o'rtoqlarimga Umid Haydarov jo'ram bilasiz. Keyin Roylarga, unisi bir ikkita do'stlarimizga perevod qilib, gaplashib 15 kun deganda vizam chiqqan-u. To'y-po'ylarni hammasini yig'ishtirib, muzikantlar ham hayron. Shunda bilet olib Yevropaga ketib qolganmiz. 19 yo'q, 23 yoshda. Keyin shu bilan 4 yil ichida qolib ketdim-da. Qaytib kelgandan keyin o'sha san'at bilan ishlamayman deb o'yladim. O'sha bu soha qaytib kelsam agar o'sha Baxtiyor aka chora deyilardi. Men 4 yildan keyin kelsam Baxtiyor Narziqulov bo'ldi o'sha. Shuni familiyalarini bilmas edik-da. Xuddi shunaqa, hamma shunaqa bo'lib ketdi o'sha. Umid Haydarov bo'ldi. Umid Motridi bo'lardi oldin. Husayn aka biz birga to'ylarga chiqardik. Husayn aka kolxozbida Husayn deyilardi, Husayn Saidmurodov. Shunaqa bo'lib ketdi-da o'sha. Sanjar ukamiz, Sanjar Abduvohidov zo'r ijod qilyapti. Keyin men aytdim, o'sha boshqacha yo'nalishlar, restoranlarda to'y bo'lyapti, hovlida o'sha to'y yo'q. Men aytdim, mayli dedim. Toshkentga keyin ovoz rejissyorlikka ketdim. O'sha bu ishlarni qila olmasam kerak deb o'yladim-da. Bolalar bilan kafe ochdik. Keyin yana shu 26-27 yoshlarda yana bir ichqaridan to'lqin keldi-da. Bo'lmasa biznes bilan yaxshi ketayotgandik. Yana ichqaridan bir to'lqin keldi. Mana bu eslasangiz gruppalar boshlanib ketdi-ku. Gruppalar bo'lib ketdi. Davr gruppasi bor edi. Komil o'rtog'imiz jo'ramiz klassik qiz bilan chiqardi. O'shalar bir patok keldi. Zo'r. Oddiy shu bitta mini disk, Winamp kompyuter bilan muzikantlar yo'q. Boyagi to'yda egasi ham indamaydi. Muzikant bormi, yo'qmi, fonogrammami, nimami, hech kimning ishi yo'q. Fonogramma aytsa ham bular zo'r deydigan zamon bo'ldi-da. Hayron qoldik biz. Jonli aytmaydimi? Oldin biz bitta narsa fonogramma bo'lsa, naiz bo'lardi, to'yxona boshqacha reagent qilardi-da. Keyin ishi bo'lmay qoldi. Keyin shu payt menga ideya keldi. Shunaqa qilsammikan deb. Keyin bir aka bilan, Ilhom aka degan akamiz bilan tanishdim. Shu kishining qizlari uchilishida o'qiydi. Ikkita qizchalar. Shu ikkita qizchalarga предложение berdim. Aytdim, forma qilamiz, chotka qilamiz, meni taniysiz. Soat 8-9 gacha ruxsat bering, 9 dan keyin qizlaringizni uyiga javob beraman. Hamma kiyimlarni o'zim olib beraman, bitta gruppa qilamiz. Gap yo'q dedi u kishi. Keyin qizchalarni oldik-ku, polni repertuar qildim, o'zim o'tirib, men o'zim yaxshi ko'raman. O'sha aranjirovkani ham o'zim yaxshi ko'raman qilishni, svedeniya ham yaxshi ko'raman. O'sha kliplarimni ham ko'psini Azim bilan olamiz, montajini o'zim qilaman, korreksiyasini ular qiladi-da, yaxshi ko'raman shunaqa ishlarni qilishni. O'zim qildim, repertuar qildim, hammasini qildim-ku. Keyin navolar rivojlangandi o'sha payt. Muhabbat navo, boyagi Samarqand navo, Umar aka, Registon navo, Lazijalla. O'sha paytda kafe Fratelli kafeni bolalar bilan Angliyadan kelgan bolalarni ishlatardik. Orqada hovlicha qilgan edik, chiroyli. O'sha hovlida menga ideya keldi, o'sha yerda syomka qilish. O'sha ikkita qizchalar bilan o'sha yerda syomka qildik. YouTubedan agar qiziq bo'lsa ko'rishinglar mumkin. 40 minutlik rolikcha qildik. Shuni diska zapis qildim, o'sha paytda diska edi, hozir disklar ham yo'qolib ketdi. Olib borib shu Navolaga berdim. Navolaga berdim. O'sha paytlar endi $1,5 ming $1000 bilan Toshkentdan gruppalar keladi. Boyagi Muhabbat Navoga kirdim, boshqalarga kirdim. Men aytdim, $300 berasizlar menga dedim. Polni to'ylarni o'tkazib beraman. Keyin boyagi Navola aytdiki, Shahzod seni ko'pchilik esdan chiqargan dedi. Sen o'zi 5-6 yildan beri anaqada san'atda yo'qsan-ku. Sen Toshkentlik deymiz, $1000 ga sotamiz dedi. Men aytdim, yo'q, tanishlar bor baribir.
san'atkorlar bor. Bu Shahzod Azimov qachondan beri toshkentlik bo'lib qolibdi deb ustimdan kulardi dedim. Kerak emas dedim. Menga $300 yetadi dedim. Endi bu 20 yil, 15 yil oldingi gap-ku. Ya 20 yil emas, 15 yil oldingi gap-da. 15 yil oldingi gap. Endi kursi ham normalniy, o'sha payt $300 normalniy, yetarli edi-da. Davradan tushadi yana. Keyin yo'q bu yoq dedi-yu, ko'zni ochlik qilmaylik dedim. Shundan boshlaylik, bitta sezon ko'raylikchi qanaqa deb. Shu narsaga kelishdik-ku. Bir hafta o'tar o'tmas, o'sha payt demak iyun-iyul oylari bo'lgandir-da, naverno. Avgust oyimni to'ldirib qo'ydi o'sha. Muhabbat Navo Nizom aka. Avgust oyini to'ldirib qo'ydi, polni 1 yil to'ldirib qo'ydi-da. Endi qanaqa summaga olgan, nima qilgan o'zi biladi, endi u shartnoma-ku. Ish qilib, shu bilan yaxshi bo'lib ketdi ishimiz. Boyagi o'zi ishlayverdik. Kliplar, boshqasi, keyin sekin o'zi keyingi yillarda o'zi men shuni tushunib yetdimki, qachongacha bunaqa taniqli bo'lishingiz mumkin. Lekin o'sha Navolarga bog'lanib qolasiz-da. Agar o'zimiz lichniy brend deydi-ku, lichniy brend o'zimizning qo'shiqlarimizni yaratib, o'sha gruppa kerak deb so'raydi-da, bizani taklif qilishi mumkin. Yo'q, Shahzod Azimov menga xizmat qilishi kerak deydigan narsa to'g'riligini men tushunib yetib, sekin o'zimiz o'sha avtorskiy qo'shiqlar qilib, o'zimiz ijod qilib, конечно, meni Shahzod Azimov so'rab kelishini xohlaysizda. Prosta gruppa kerak emas-ku endi. Gruppa bo'lsa agar qachondir to'xtab qolishingiz mumkin-da. Shuning uchun keyin sekin o'zimiz ishlab, kliplar qilib, avtorskiy qo'shiqlar qilib, ozroq yurishib ketdik. Mana aytganingizdek, buni ikkita qiz, bitta yigit, bu bir gruppa edi. O'zingiz davringizda qaysi gruppalar bor edi siz bilan o'sha vaqtlarda? Samarqanddami? Ha. Adashmasam birinchisiz bo'lishingiz kerak-a? Samarqandda gruppa lekin eslolmayman, lekin bo'lsa kimlar bordir? U siz esla olasizmi? Yo'q-da, endi bizdan keyin ham masalan. Hozir juda ko'p. Endi sizning davringizdagi vaqtda aytyapman men. Men o'zim biladigan vaqtim, men sizni tanigan vaqtim o'sha gruppa variant bitta sizda bor edi. Bir yigit, bir ikki qiz. Boshqalar hammasi solist edi. Hammasi masalan hamma tanilganlar unaqa. Keyin rivojlanib ketdi unaqa-da, shu narsa. Shu o'sha vaqtda bormi sizdan tashqari bizda? Yo'q, o'sha paytda menimcha men ko'rmaganman. Keyinchalik uspeshniy gruppa bo'lganlari anu Rahmat akaning gruppalari. Rahmat aka boyagi Evraziyami? Shu bolalar yaxshi bo'lib ketdi. Ular ham oldin Evraziyadan oldin nimadir boshqa edi gruppani otimi? Hozir Eurostarsmi? Eurostars bo'lgan. Evraziya bolalari ko'p almashdi-yu, oxiri o'zi Rahmat akadan chiqib Eurostars bo'ldi. Shular uspeshniy. Undan oldin menimcha duetlar ham bor edi, bir ikkita qiz bilan o'g'il. Ishlagan, bir ikkitalar kam ishlab ketganda, endi qizlar bilan ishlash juda qiyin. Shu tomonni ham aytib o'tay. Qizlarimiz juda ko'p almashdi. O'sha boshidagi ikkita qizimizdan keyin yana ikkita Fotima Zuhurlar bo'ldi. Yana Diana bilan yana nimadir singilchasi, juda ko'p qizlar. Shu bizga endi Xudoga shukr, baxt ochilib ketaverardi-da qizlar. To'yib yaxshi ma'noda. To'yib ham ko'rsa-da. Yo'q, yangingiz ko'rsa, baxti ochiladi. Yo'q, baxti ochiladi degani to'y bo'lib ketib qoladi. To'y bo'lib ketib qoladi. Yaxshi ma'noda, nabarat yaxshi-ku. Biz bilan chiqqandan keyin ko'radi odamlar, yaxshi qilsa ekan, shuni kelin qilaylik" deydi-da, yaxshi-ku. Baxti ochilsin. Lekin yanga masalasida mana shu qizlar uyimizga kelib, uyda repetitsiya qilardik biz. O'sha yanga ham umuman hamma ko'nikib, dugonalar, qarindoshlar hayron qolardi hammasi. Rashk bo'lmagan bu narsa uchun. Rashk bo'lmagan bu narsa uchun. Endi rashk boshida bo'lgandir, keyin o'sha uyga kirib, olib kirgandan keyin, birga o'tirib, dorim fasoliyasiga qilgandan keyin o'sha u nima rashk? Ko'rib turibdi-ku qanaqa qizlarligini. Salom yangamlar kuxnyada yordam beradi, ovqatlanamiz, birga anaqa men o'zimning uyimda-ku studiya edi-ku. Birga tayyorlanardik, ko'rardik, ashula aytamiz, qo'yamiz, ular kiyimlarini yuvib beradi. Tuklaydik, qo'yadi, o'zi bir oiladek edik-da qizlar bilan. Shuning uchun ham yerda qanaqadir, lekin mashinada ketishda, masalan, eslasangiz agar o'sha to'ylarda raqqosalarimiz ham bir xil formada, bir xil o'ynardi. Nigora, Shohida, Shahnoza degan raqqosalarimiz ham bir xil boshidagi ikkita qo'shiqqa sinxron unaqa qo'yardik. O'sha agar Instagramda, YouTube'da ham bor, sinxronni qo'yardik-da. Men mashinamda ikkita solistga
ikkita raqqosamni olib ketardim, 4 ta любой joyda mashinada ko'rsa agar o'rtoqlar, jo'ralar hammasi shunaqa gap. Shahzod faqat mashina to'la qiz yuradi, u yangani o'z mashina tiyab, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Endi o'sha paytlar почти har kun to'yda yurardik-ku. Har kun mashinada 4 ta qizda. Yemagan so'nga pul to'lab, ha deysiz-da, nima deysiz boshqa? Shunaqa kunlar ham bo'lgan. Shu vaqtlar shu mavzu bo'yicha tuhmatlar bo'lganmi? Biror kishi shu yuribdi yo boshqa qilyapti. Ya endi hazil unaqa jiddiy bo'lmagan, lekin juda ko'p bo'ladi. O'rtoqlarimiz ham aytgan, boyagi yangangizga ham ko'pchilik dugonalari, qarindoshlari ham, siz qanaqa qilasiz? Bu pochcha shunaqa-ku, bu yoq deganda kulib qo'yadi. Chunki biladi qanaqaligini, nasamimjalik qanaqaligini biladi-da. Shuning uchun ham uncha bu masalada muammo bo'lmagan oilada. Tushunib ketgan. Boshida balki qiyin bo'lgandir. Men eslamayman unaqa qiyin bo'lgan paytlarni. Unaqa narsa muammo bo'lmagan. Men o'zim bitta narsa menda shu yaxshi rivojlanganki, ishxonada bunaqa ishqiy narsalarga qarshiman-da. Ish masala o'sha kichkinagina o'sha to'yda kollektiv sostavda bo'lsa, nima mana bu yerda restoranda 20-30 kishining ichida bo'lsa ham farqi yo'q. Masalan, любой o'zimizning xodimlarda ham даже shunaqa voqealar bo'lganda, o'sha meni yaxshi menejerim ofitsiantka bilan oladigan darajada bo'lgan. Ota-onasi bilan gaplashib, o'zim qizni ota-onasi bilan gaplashganman, qo'yganman. Lekin chiqarib sразу bo'shatib yuborganman u qizni. Yaxshi qiz, hammasi chotki, boshqa joyda ishlasin. Sen o'shani xabardor bo'lib tur. Bir joyda ishlab bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi. U ishq muhabbat bir joyda boshqa xodimiga boshqa ko'z bilan qaraydi, u bilan boshqa ko'zga qaraydi. Bu pachinonisiga yaxshiroq ishni buyuradi, og'irrog'ini unga buyuradi. Yaxshi emas-da. Shuning uchun ham bunga men boshdan boshqa yaxshi munosabatda emasman. Bu narsani boya yangingiz ham yaxshi tushunib yetgan deb o'ylayman-da, shuning uchun ham. Boya aytib o'tdingizki, men Shahzod Azimov bo'lib tanilmoqchiman bo'ldim. Shunaqa niyatim. Aynan shu vaqt qaysi vaqt bo'ldi? Endi sizga udashlik kelgan qo'shig'ingiz qaytib keldi? Shu menimcha kechir meni qo'shig'imiz yaxshiroq odamlar qabul qildi deb o'ylayman. O'shani so'rashadi. Keyin yor qo'shig'imiz ham sal keyinroq. Boshida o'sha kechir meni bilan ko'proq o'shani so'rashadi. Hozirgacha keyin yor juda yaxshi chiqdi deb o'ylayman. U eski qo'shiq o'zi aslida. Endi baribir o'sha Barot Ergashev degan san'atkorni tanisangiz kerak, ustoz san'atkor. Barot Ergashev men endi ustoz deb bilamiz u kishini. Biz realni ustozimizda. Men o'zi san'atga kirib kelishim Daler Nazarov, Oleg Fezovlar bilan o'sha 4-5-sinfligimda o'shalarning qo'shiqlarini eshitib musiqa dunyosiga kirib kelganman. G'oyibona ustozlarimiz ular. Internetda gaplashganmiz, Oleg Fezov bilan Daler Nazarov bilan xatlar yozishganmiz, o'zi uchrashmaganmiz. Endi konsertlarda uchrashganmiz u. Lekin men bunaqa o'tirib, bir duo olib, maslahat olib qilganimiz Barot aka Ergashev, umrlari uzoq bo'lsin. Shu kishi bilan ancha o'tirganmiz, gaplashganmiz. O'sha kishini to'ylarda shu qo'shiqlari bo'ladi. Lekin uning ritmi boshqa edi-da. Tap tum 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 tum. Hay guliman jon bulbul. Eski qo'shiq edi. Shuni biz boshqacha talqinda, lirik, sokin qilib yaratdik, qildik. Обновление variantini, tojikchasini ham, o'zbekchasini ham qildik. Yomon chiqmadi menimcha, juda ham chiroyli chiqdi. Ko'p kishi so'raydi, o'sha to'yda boshida, keyin kuyov kirishida ham, keyin kuyov o'tirgan paytida ham, to'yda ochishda ham shularni aytamiz. Ba'zi san'atkor do'stlarimiz munosabatini bering deydi, biz ham aytaylik deydi. Shuning uchun ham yaxshi chiqqan deb o'ylayman shu udashni. Men ustozlar bo'yicha aytmoqchiman. Yaqinda Instagramda ko'rdim, Farhod Saidov gapirgan ekanlar. Ya'ni Husayn Saidmurodov, keyin Dilmurod Nasimov. Bular meni shogirdlarim. Lekin Samarqandda birinchisi Shahzod Azimov ekanlar. U qaysi vaqt to'g'ri kelyapti? Shunaqa. Bu payt mana boyagi sizga aytdim, Yevropadan kelishimda Toshkentga bordim dedim-ku, o'sha ovoz rejissyori bo'lib ishlagan paytim, musiqiy redaktor ham bo'ldim men. Farhod akalar o'sha payti Sarbon guruhi rivojlanib, endi reklama qilib kelayotgan payt, o'zi Sarbon guruhi juda eski guruh. Bular o'rtoq, 3-4 ta o'rtoqlar boshlaganda, lekin o'sha 3-4 ta o'rtoqlar bir konkretni vложение qilib
fond yaratib, guruhni o'stirish imkoniyati bo'lmagan. Keyin Farhod aka o'zlari ajralib, yosh bolalarni olib Sarbon guruhiga konkretni fond yaratib, talab reklama qilishga ancha mablag' talab qiladi-ku. O'shani yangitdan boshlab qurish paytlari, men o'sha Toshkentga ishlab yurgan paytlarim men ixlos qilardim. Ulug'bek Otajonov, Rustam Mahmudov, Farhod aka Saidov, ular juda zo'r san'atkorda, muzikant, kuchli muzikant. Masalan, Ulug'bek Otajonov bilishimcha любой instrument chala oladi. Menimcha shu duxavoy chala olmasa kerak, yo chala oladimi bilmayman. Naypaya chala oladimi yo'qmi, lekin duxavoydan tashqari любой instrument chala olsa kerak deb o'ylayman. O'ylayman emas, aniq u. Doira cholganini ko'rganman. Doira, skripka, klavish, Ates Bender degan u kishini unaqasi bor, laqabi bor. Juda 5 ga qo'yib, bemalol chala oladi. Shuning uchun ham ular bilan tanishish, ular bilan Toshkentga borgandan keyin ular bilan tanishish, ular bilan bir o'tirib hangama qilish, bir aranjirovka Rustam Mahmudovlar juda zo'r aranjirovka qilardi. Ular bilan aranjirovkalarni o'rganish, o'zimga shunaqa maqsad qo'yganman o'sha payt. Farhod aka ham juda ko'p, juda kuchli unaqa strunnik. Ular bilan tanishmoqchi bo'lganman. Endi radioga ular keladi, tanishamiz shu orqali. Rustam aka bilan yaxshi tanishganman. Turkiyaga, Istanbulga borganimda milliy taomda o'tirganmiz, Rustam aka kelib qoldi. U kishi bilan ancha gaplashuvdik. Ulug'bek aka bilan ham, Ulug'bek aka bilan sal kamroq, u kishi o'zi xarakteri sal anaqaroq, unchalik distansiya ushlaydilar ko'proq, lekin Rustam aka, Farhod akalar bilan o'sha payt yaxshi tanishganmiz. Keyin hangoma qilardik, gaplashardik. Keyin uylanishim kerak bo'lib qoldi. Uylanishga Rustam aka bilan Farhod akani to'yga taklif qildim men. Rustam aka bilan endi burroga tabrikka kelishlari kerak edi. Mashina tashkillashtiraman, ikkalaringga bitta mashina tashkillashtiraman. Bermoq kelasizlar. Prosta fonogrammami, jivoymi, ikkovimiz tabriklab ketasizlar. Biz yaxshi aka-uka bo'ldik-da o'sha paytlar. 2 yil Toshkentda. Keyin Farhod aka aytdilar-ki, "Shahzod, men borsam sostav bilan boraman" dedilar. Sostav bilan polni borib, xizmat qilib kelaman dedilar. Men aytdim, aka, qanaqa bo'lar ekan, xijolat dedim men. Yo'q, men boraman. Rustam bir o'zi borsa boraversin dedilar, men lekin sostav bilan boraman dedilar. Bironta san'atkor, o'sha san'atkor to'yida hamma san'atkor aytadi-ku, men to'yimda hech kim san'atkor qo'shiq aytmagan. Faqat Farhod aka aytgan, tamom. Kelib haqiqatan ham o'sha Samarqandda to'ylardan bittasi bo'lgan, endi balki undan oldin ham bo'lgandir, конечно. Endi esda qolarli bo'lganda, o'sha boshida plakatlari bo'lgan mashunda. Keyin to'y juda ham chiroyli, zo'r o'tgan. Haligacha eslaymiz Farhod aka bilan. O'sha to'yda men Farhod akaga chopon kiydirganman, duolarni olganman-da. Shogird sifatida shogird deb qabul qiling. O'shandan keyin endi haqqoniy, ofitsialniy duo bergan ustozim bo'lgan u kishi. Endi ustoz deganda, masalan, siz shunaqa savol berishingiz mumkin. Uzr, juda ko'p gapirmayapman. Ha, bemalol. O'z maqsad shu-ku, to'g'rimi? Savol berishingiz mumkin. Farhod akaning yo'nalishi boshqacha-da. Yak duse tam folklor. Meniki unchalik emas-da, men unchalik yoqtirmayman folklor sistemasini. Lekin u masalan mana Ozodbek bilan Alisher Fayzni olsangizmi, yo'nalishlari boshqa-boshqa-ku. O'xshab ketsa ham baribir ham. Shuning uchun ham men o'ylayman, biz ustoz sifat Farhod akadan men yo'nalish bo'lmasa ham juda san'at yo'lidagi ibratli odatlari, juda ko'p narsalarini ustoz sifat olganman-da u kishidan. Juda haqiqatan ham arzigulik ustoz deb bilaman. Ibratli inson, gapirishlari, maslahat berishlari. Endi u repetitor boshqa narsa-da. Shu ustoz deganda umumiy olganda yurish-turishi, gapirishi, maslahati hamma tomonlama kiradi-da. Shuning uchun ham u kishiga haqiqatan ham ustoz inson. Mana san'at yo'lingiz yillarini so'ragandim. Oxirgi vaqtlar qaysiga to'g'ri keldi? Ya'ni san'atdan chiqib ketib, o'zi biznesga kirishga. Mana shu oxirgi 5-6 yil, balki 7 yildir уже san'atdan bu yoqqa biznesga o'tib ketdik-da. Sal ishlamay qo'ydik. Nechinchi yil bu? Mana bu 5-6 yil orqaga qilsak, demak 16-yil, 17-yillar bo'lib to'g'ri keladi. 16-17 yildan keyin, 16-17 yillardan keyin ijodimiz sal pasayib ketdi. Mana 16-yil menimcha konsert berdik biz. 16-yil konsert berdik, 18, 19 уже sho'ng'ib ketdik-da tadbirkorlikka.
endi bu ham bilasizmi nima bo'ldi? Men ko'p o'yladim o'zimcha, o'zimizni aldaymiz, tadbirkorlik, boshqa narsa bahona deb. Lekin bundoq analiz qilib o'ylasak, bilasizmi nima bo'ldi? Menga oxirgi paytlar mana shu 17-18-yillarni san'atda yurganimiz, shu to'ylarda yurganimiz deylik, aslan to'yda yurardik-ku. To'yga chiqasiz, mana biz gruppa edik, to'g'rimi? Tayyorgarlik ko'ramiz, repertuarlar qilamiz, to'yda egasi bilan gaplashamiz. Men u odam bilan gaplashaman, qanaqa odamligini, qayerdanligi, qaysi mahalla, Samarqandning mahallalari ko'p bilasiz. Har juda internatsional. Men masalan ko'pincha ba'zan restoranda ko'p ishlaganim uchun ham har xil sohada meniki ruscha, armiyanskiy, tam arabcha ham bor, retro ham bor, hammasidan yig'ardik. O'shanga uni o'rganib, tayyorgarlik ko'rib, qo'shiqlarni, endi to'g'ri improvizatsiya to'y. No baribir ham shularga yoqishga harakat qilib, o'sha to'yxonani o'rganishga harakat qilasizda. Shunaqa qilib borasiz. Mana bu hozirgi 1dan 10gacha sanaydigan sostavlar bor-ku. Juda ko'payib ketdi-ku. O'shanaqani boshlanishida bu. O'sha paytlar mana shu 16-17-18-yil bu narsalar oldin ham bo'lardi. O'zimiz ham mana Ali Vali balakalar, Toshkent, Buxoroliklar, o'zimiz ham shu 95-yillar yosh bola bo'lganimizda ham ana andi bor, chaqchaqidan donat aytardik. Bu folklorlar, mavrigilar azaldan bor. Lekin chirishchur shu yo'nalishda talab kuchli bo'lib ketdi, bilmayman nimaga. Oldinlari mana bu Galosiya territoriyalariga borsak, juda shu folklor bob sostav kerak edi. Iloji boricha agar agentstvadan menga o'sha tomondan to'y tushsa agar, men srazu agentstvaga aytardim, chunki agentstva bilmaydi-da. Aytardimki, u tomonlar bizga to'g'ri kelmaydi unchalik. Bizaniki sal repertuarimiz boshqacharoq. Bu mana Baxt akani shogirdlariga ko'proq berish kerak, u tomondan sizlar regrovka qilinglar deb aytardim. Lekin keyinchalik bor-ku, umuman bu yakduse, mana hozir danni moment Ishtixonga, Payariqga, Jumaga borsangiz ham yakduseda. Shu daraja biz mana Jumaga, Bulung'urlarga, to'ylarga chiqsak agar bitta dona mana bu deylik o'sha yorambiyomi, chaqchaqi dandonmi, nimadir shuqcha adashib aytib borsak, repertuar, o'zbekcha repertuarimiz qolmasdan bitta aracharada mana nima deydi? Hit qo'shiqlarimiz, Maryamjon hit bo'lib ketdi-ku o'rtada. O'sha bitta Maryamjonni ham даже aytsak, tojikcha aytma deb kelardi-da. Hozir umuman unaqa emas. Samarqandchasiga ayting deb o'sha rayonlarda ham aytyapti. Shu daraja. Endi men bu yomon yaxshi deya olmayman. Bu qay darajada yomon yaxshi? Bu period. O'sha bir o'tib ketadi, bir shamolda. Shunaqa talab bo'lib qoldi. Bilmayman nimaga. Qayerdan bunaqa bu juda populyar bo'lib ketdi. O'sha internet balki hamma joyga rivojlantirib ketdimi? Shuning uchun ham o'zimga masalan borib bir ish qilganingizdan keyin uni maza qilmasangiz, to'yxonaga borasiz. Boyagi o'sha kuyov jo'ralar mamlaqa ular chiqdi o'sha payt. Hozir Abizalovga bo'lib qoldi o'sha paytlar. Qaysi to'yxonalar, qaysi to'yda balki bo'lardi, balki bo'lmasa-da mana bu syomka bo'ladi-ku, fotosessiya. Fotosessiya bo'lganda choy poy beradi, kuyov jo'ralar kofe boyagi kola-pola ichib turadi, fotosessiya qilish kerak. Shunaqa zonalar ochildi. O'sha paytlar yangi ochilayotgan payt edi. Hozir hamma обязательно bo'lyapti-ku. Hamma обязательно qilinyapti bu narsa. Oldin ba'zi bo'lardi. Tasavvur qiling, o'sha bo'lgan paytda kuyov jo'ralar o'sha u yerda kola bilan normalni tayyor bo'lib kelardi-da. Tayyor edi. To'yxona hali to'y endi boshlandi. Biz hali ikkita klassika aytdik. Hali marhamat, xush kelibsizlar, to'yda egalari aytyapti. 4 kuyov jo'ra kelib, aka, do'yrezani, do'yrezani. Hali endi boshlangan to'y. Jo'rajon, sabr qiling. Yosh kattalar o'tiribdi. Bir 2 soat shularga aytaylik. Soat 8-9dan keyin do'yraymizdan ham sonay. Sizlar hali kechgacha sherda sizlar yor aytamiz, kichiriymiz hali. Tushuntirish qiyin-da. Mana shunaqa juda peribor bo'lib ketaverdi. O'sha sekin o'zi maza qilmaydigan bo'lib qoldim men, to'g'risi. Balki shu uchun ham tadbirkorlikka sho'ng'ib ketganimni sabablaridan biri shu ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Aniq endi bu yerda tadbirkorlik zo'rlik qildi, qiyin bo'ldi, vaqt bo'lmadi. Xohish baland bo'lsa, qilib ketaverdik balki shu ishni ham. Masalan, qilgan ishingizni, o'sha aytayotgan ashulangizni kimdir yoqtirsa, o'shanga talab bo'lsa, qilaverasiz-da, to'g'rimi? Shu sabablardan biri shu deb o'ylayman, balki. Chiqib ketishga sabab shu.
balki shu hamdir. O'z davringizda va hozirgi vaqtda ham o'zingiz uchun Samarqandda zo'r legenda deb hisoblaydiganlar kim bor? Legenda. Siz uchun. Mardon aka, Mavlon aka qoyil qolmasdan iloji yo'q. Hozirgacha energiya juda kuchli, baland. Hozir Mardon aka bilan mana bunaqa amreslingga chiqsa agar meni yutsalar kerak. Baqvat odamda. Har kun to'ydalar ekan. Har kun to'yda. Masalan, mana biza yengilib ketdik. U yoqmaydi, bu yoqmaydi. O'zimizcha oliftalik qildik masalan. Sali doira desa ham xafa bo'ldik, boshqa narsa qildik. Biz o'zgarishni xohlamadik-da. Balki doira qilishimiz kerak edi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar Mardon akam, Mardon akada. Men o'sha Toshkentda ishlab yurgan paytlarim ham o'sha har xil joylardan san'atkorlar keladi, qo'shiqlarni olib keladi, nimadirlar yozamiz, qo'yamiz. Mardon akani hamma biladi-da. Samarqandda hech kimni bilmaydi. Nasib opa endi Toshkentga ko'chib o'tgan-ku. Mardon aka qalay deydi hamma. Keyin odam faqat Mardon akam biladi. Tamom. Shunaqa. Keyin o'sha Barot aka Ergashev ham biza vaqtida yurganlarini, ijodlarini o'sha paytda qilib qo'ygan ijodlari, juda ko'p qo'shiqlari, avtorskiy qo'shiqlari, o'sha Dilijon deysizmi? Chimeguyi, boyagi Duxtari Samarqandi, juda ko'p qo'shiqlarni agar erinmasdan internetda qidirsalar, avtorskiy qo'shiqlar ularda, hammasi o'zlari yaratgan qo'shiqlari, kompozitor o'zlari she'rlarini, adabiy she'rlarni prosta tak o'tirib kimnidir og'zidan yozilmagan, u kimnidir she'ri u shunaqa kitobiy she'rlar yozib juda yaxshi ijod qilib qo'yganlar deb o'ylayman o'sha paytlar. U ham davomiy hozirgacha bo'lmagan, lekin vaqtida yaxshi ijod qilib qo'yganlar deb o'ylayman. Shunaqa hozirgi esda qoladigani Mardon akada Shu kishi. Keyin klassik qo'shiqchilardan Bahodir akani ijodlari menga yoqadi. Bahodir Tambur Sirojiddinov. Menga juda yoqadi. O'sha paytlar ham to'ylarda juda, endi o'g'il to'ylarini eslasangiz, ertalab sahar boshlanardi, shu bilan kech 5 gacha ketardi. Tinmas edilar-da u kishi. Qoyil qolardik. Tinmas edilar. Bo'lmasa ovozlari ham uncha katta emas u kishini. Diapazonlari ham uncha katta emas. Shira bor-da ovozda, shira bor. Mayin, pas-pas aytadilar. Shira bor, menga yoqadi ijodlari. Ustozlar. Hozirgi yosh avlodlardan kimnidir kuzatasizmi o'zi? Xo'sh, endi hozirgi do'stlarimiz, ukalarimizdan bizning o'zimizni bir gashtagimiz, oilaviy gashtagimiz bor. Umid Haydarov do'stimiz, birga Umid ham birga bitta sostavda doira chalgan, men klavish chalganman-da vaqtida. 1 yil yurganmiz. Yaxshi ko'p tarixlarimiz bor, istoriyalarimiz bor, gaplashamiz, qo'yamiz. Har oy uchrashamiz biz. Sanjar Abduvohidov, Umidjon Jo'ramiz, Haydarov, keyin Voqifjonning akasi bilan, Loyiq bilan biz institutda birga o'qigan. Oilaviy taniyman. Shularni bilaman. Kuzatib turaman, yangi qo'shiqlar qilsa tashab turadi. Sanjar Malades yangi qo'shiqlar juda ko'p qiladi, tashab turadi, ko'ramiz. Yaqinda Jo'ralar nimadir qo'shiqlar qildi. Shularni ko'rib turaman lekin. Endi siz so'ramoqchi bo'lganingiz, menimcha shu to'ylarda reytingi baland. Endi to'ylarni bilmaymiz-ku, uncha to'ylarga qarindosh urug'lar to'y qilsa ham uncha bormayman-da. Endi to'y masalasiga olib bormadim, men aytmoqchiman, baribir Instagramda ko'rishingiz bor yoki kimnidir ma'rakasiga borib o'tirib qolsangiz ko'rishingiz bor. Baribir ko'rib qolishingiz bor. San'atkor baribir san'atkorni eshitib, uni analiz qiladi-da. Shu masalada men aytmoqchiman. Masalan, Samarqandda boshqacha-da, Latifjon. Samarqandda masalan men o'zimiz ham to'yda reytingga qarab, to'yda kim ko'p yurishiga qarab, mana o'sha payt ham siz aytyapsiz-ku, yaxshi yurgansiz deb. To'yda ko'p yurganmiz-da. O'sha gruppa bo'lib, o'sha hitlarni aytib yurganmiz. O'zimiz ijod qilmagan-ku. O'shani ko'rib, o'shani analiz qilib, siz yaxshi yurgansiz deyapsiz menga. To'yimiz har kun bo'lgan. To'yda reytingi boshqa narsa-da, lekin ijod u boshqa narsa. Bu to'yda to'y ko'p degani yaxshi ijod qilyapti emas. U prosta o'shani qo'shig'i, o'shani yo'nalishi yeyapti degani hozircha. Hozir zamonda mana o'sha payti biz kerakli vaqtda kerakli narsa bilan chiqdik-da. Demak, odamlarga o'sha gruppa kerak edi. Men qaradim, klassik bor, Komil Jo'ramiz, boyagi anavi bor, Davr gruppasi bor. Toshkentdan kelyapti, $1000, $2000 ga. Biz uni $500 qilib qo'ysak agar, nimaga odamlarga shu narsani bersak agar
просто taktika yaxshi bo'lgan, zo'r udobniy bo'lganda. Masalan, xuddi shunaqa hozir mana taqir-tuqir doirachilar 18-19-yilda doira yazanib deyirdimi? Ko'payib ketdi mana hozir o'sha deylik Baxtiyor akaning shogirdlari, San'at Jalilov jo'ramiz, u san'atdan keyin boyagilarni unchalik ko'pisini tanimayman. O'sha san'at Baxtiyor akaning jiyanlarini ko'proq taniyman. Bular ko'payib ketdi-da. Nima uchun? Chunki talab shunaqa bo'ldi. Vaqtida paydo bo'ldi bular. Agar bizlar ham o'sha paytda Angara-Dungur folklorlarni olib ketsak edi, ketaverardik. Biz olmadik-da, xohlamadik. Men bu aytdim-ku, xohlamagan ishimni qila olmayman-da. Bularning davri bo'lib ketdi. Balki qanaqadir определённый vaqt, endi bu qancha vaqtga cho'ziladi bilmaymiz. Balki 10 yil cho'ziladi, balki 20 yil cho'ziladi. Bu ma'naviyat o'sha xalqning ma'naviyatiga bog'liq-da. Shuning uchun ham endi ijod yo'nalishida Sanjar Abduvohidov masalan qo'shiqlar qilyapti-da, yangi qo'shiqlar qilyapti, kliplar olyapti, avtorskiy qo'shiqlar qilyapti, borib kompozitorlar bilan uchrashyapti, ijodni yaxshi qilyapti. Endi bu populyarnimi yo'qmi bilmadim, endi sizlar ko'proq bilasizlar. Lekin qolganlarniki to'yi zo'rdir, stavkasi balanddir balki. Har kun to'yi 2-3 tadir. Lekin ularni bironta ijodi yo'q-ku, yo bormi? Mardon aka ham har kun to'ylari bor, lekin yangi qo'shiqlarni bironta eshitganim yo'q. Lekin zo'r yuradilar, hamma taniydi. Shunaqa. Shov gruppalarchi. Katta shov gruppalari ko'payib ketdi. Oldin yo'q edi. Kiyim almashtir, qaysidir davlatning muzikasiga o'sha davlatning kiyimini kiyib chiqadiganlar ko'paydi. O'sha narsa. Qarang, mana shuga ham mana shu 18-yillar edi. Mana shu o'sha paytlar men sezdim-ku chota. Mana bu doira-poyra bo'lib ketyapti, o'zimga yoqmayapti. Men barabanshikimiz, aparaturshikimiz borda, Ilhomjon degan bir ukamiz bor edi. U barabanshik o'zi aslida. Shu Ilhom bilan maslahatlashardim. Ilhom, sen ko'p to'ylarda, har xil to'ylarga aparat qo'yasan, baraban chalasan. Bizning sostavdan ham tashqari yuradi-da u bola. Aparatni qo'yardi-yu, o'zi boshqa sostavlar bilan ham yurardi. Vaziyat qanaqa bo'lyapti boshqa sostavda? Men bitta ideya kalamga keldi dedim-da o'sha paytlar endi. 2018-yilda. Nima deyapti menga? Men aytdim, men gitarada tursam, mana bunaqa barniy stulda bitta bir ozroq расход qilsak-ku, svet qo'ysak pastga, dim mashinka qo'ysak, bir dimlar bilan, svetlar bilan, gitara bilan bir ikkita qo'shiq aytsam, qizlar tursa, shunaqa bir effekt bersak, qanday bo'ladi desam, aka, hozir svetda muzika olasiz, yo'q joydan 500 dollar, 1000 dollar xarajat qilasiz, uni ko'tarib yurish kerak, yana palon, pismadon. Nima kerak? Hozir siz zo'r yuribsiz aka, men sostav yuribman-ku Samarqandda. Siz вообще zo'r yuribsiz, sizdagi gruppa yo'q deb ko'nglim ko'taradi-da. Vaholanki qarang 1-2 yildan keyin qanaqa qayerda hali bitta dim, целый sahnani ko'tarib kelib, svetlarni qo'yib, o'yaga shou gruppalar, nimalar, dadaxonlar bo'lib ketdi-da. Молодец. Men nima demoqchiman? Men bularga qarshi emasman. Masalan, men san'atkor bo'lsam ham, ularga qarshi emasman. Zo'r ideya qilyapti. Nima uchun bilasizmi? Shou gruppada u, shou. Uni qo'shiq aytishiga, biz to'yda o'tirsak, shular paydo bo'lib qolsa agar mendan yonidagilar so'raydi. Shahzod, "Hamish живой qolsasizmi ya?" deydi. Axay, sen uni живой aytishiga qarama, u shou qilyapti. Sen uni shouni tomosha qil. Kayf qil, u film bunaqa shouda, bunaqa kiyinib chiqishda u живой ayta olmaydi u. O'timina fonogramma shular uchun chiqarilgan. Gala konsert uchun, mana bunaqa kiyimlar almashish uchun, teatralizatsiya bo'lish uchun fonogramma o'ylab chiqilganda aslida. Ular chiqib kiyimlarni almashtiradi, meksikanskiy bo'ladi, arabcha bo'ladi, boshqa bo'ladi. Odamlar kayf qiladi. Bu ham kerak. Endi raznoобразие-da, masalan, kola ham turibdi, kompot ham turibdi, suv ham turibdi. O'sha kolani ichyapti-ku odamlar. Qanaqa qilib u bilamiz, atrava. Bo'yagi o'sha xom go'shtga bursotka qo'ysangiz erib ketyapti. Ha, endi tanlovda. Shunday. To'g'rimi? Mana shu dadaxonlar yangi chiqqan vaqtlari biz to'ylarga bir ko'p tushardik-da. Ba'zilar yoqmasdi. Nimaga shuncha pul berib fonogramma aytyapti deyardi. Oxirida yarim davra chiqib telefonda syomka qilardi. Oxirida rahmat deb chiqarib yuborardi. Xuddi bo'yni aytganingizda, polni disk bilan bosyapti. Lekin siz aytgan shou nimadirlar qilyapti-da, zato klient ko'nglini olyapti. To'g'ri, bu gap bo'laveradi. Mana madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov bitta suhbatlari bor, ko'rgan bo'lsangiz. Hamma deydi bizga g'alaba qiladi, xat yozadi, bu million jamoasi juda hammani fikrini buzyapti, palon pismadon qilyapti, lekin shundoq million konsert bersa agar o'sha xat yozgan odamni o'zi bir 5 ta bilet kerak edi-da, yo'qmi deydi. Shunaqa bu normal holat.
Shuning uchun u gapiraveradi odamlar. Unga uncha ishini qilish kerak. Normal qabul qilish kerak buni. Bilishimcha siz har arzon to'yga chiqyapsiz hozir, Ha, talab bo'lsa. talab bo'lsa chiqib turibmiz. Endi mana bunaqa vechер to'ylarimiz kamroq, to'g'risi fotiha to'ylarga o'zimga ham ma'qul. Spokойно fotiha to'ylarni o'tkazib kelyapmiz. Bir ikkita vechер to'ylar ham bo'lyapti. Bizani mana bu endi bilasiz, iranskiy to'ylar umuman boshqa xil-ku. Tojik san'atkorlar eroncha to'ylarni o'tkaza olmaydi, eron san'atkorlar tojikcha to'y o'tkaza olmaydi. Men mana shu Karimbekda restoranni sohada ishlaganim uchun ham ba'zi iranskiy bir ikkita oilalar bor. Ular ham to'y qilsa agar обязательно aytadi. O'shalarga ham bir yilda bir ikkita uchta shunaqa to'y ham bo'lib qoladi. Keyin o'zimizni tanishlar, eski anaqalar aytib qoladi, bo'ladi. Endi bir oyda 4 ta 5 ta to'ylar bo'lib turibdi, borib turibman, mayli. Endi ko'ngil dil xotirjamligi uchun. Instagramda biz apros qoldirgan ekanmiz. Savol qoldiring degan. Shu yerda bir qiz bola inson nega ijoddan to'xtab qoldingiz? Yaqinda katta kambekni kutaylikmi degan. Nima deysiz? Endi mayli, men aytaman, u sir emas. Bir ideya kelgan o'zimga, shu studiyacham bor, o'zim ijod qiladigan joycham. U ham oxirgi paytlar mana bu restoranda ishlari bilan ko'pincha o'sha buxgalteriyaga o'xshab qolgan. Faqat hisob-kitob ishlari bilan band bo'lib qolyapmiz. Lekin sharoit bor. Kompyuterlar qo'yganmiz, instrumentlar bor. O'sha yerda ozroq endi yangi qo'shiqlar qilganmiz. Bir ikkita uchta yangi qo'shiq qildik. O'shalarni taqdim etamiz. Klipni bilmadim, olamizmi yo'qmi? O'sha studiyani o'zida syomka qilib Instagramga tashab qo'ymoqchiman. Bilmayman, shu 2-3 oydan beri hech shunga vaqtim yo'q. Bir kont qilishim kerak. Shunaqa niyat bor, xudo xolasa, haftada bir marta, 2 marta bo'lsa ham postlar qo'yib, ozroq 1 minutlik, yarim minutlik qo'shiqchalarni jonli shu bizani taniydigan, biladigan do'stlarimizga hadya qilmoqchiman. Shunaqa proyektcham bor ozroq. Kalaga kelgani shu hozircha. Qisqa. Yangi ashula chiqarmoqchimisiz yo oldingilarni qaytadan qo'yib? To'g'ri, bu ham bilasizmi qanaqa qilmoqchiman? Shu o'zimga yoqqan qo'shiqni bor-ku, prosta aytib bermoqchiman. O'zingizga yoqsa? Bironta qo'shiqni o'zim shuni spiska qilib qo'yganman. Nimadir yoqib qoladi-ku, yurakka yoqadi-ku. O'shani spiska qilyapman. O'shani o'zim chalib berib, gitaradami, klavishdami chalib berib, shuni aytib, yarim minut, 1 minut qo'ymoqchiman shu narsani. Hozircha shu proyekt. Instagramda yana bir inson yozgan ekanlar, u kishi sizga adash ekanlar, ya'ni Shahzod ekan. Ha, o'qidim men buni. Shahzod, buni o'qidim. Xudo xolasa javob berishimiz kerak. Otabek degan ukamiz bo'lardi. Shu Karimbekda ishlagan paytimiz. Yaxshi ukamiz Og'abek Sobirovga taqlid qilardi u bola. Shu Og'abekning qo'shiqlarini aytardi. Yaxshi ukamiz. Keyinchalik hammamiz o'zimiz yo'limiz bilan bo'lib ketgandan keyin u ham Urgutdan edi aslida. Urgutga bordi-yu, o'sha yerda maktabda direktor bo'lib ketdi. Vaqt o'tgandan keyin. Keyin yana bir vaqtlar o'tdi-yu, juda bir yomon xabar keldi. Shu o'rtog'imizni, ukamizni boy berib qo'ydik. Nimadir baxtsiz hodisa bo'lib, olamdan o'tib qoldi. Adashmasam, o'sha ukamizni jiyanlari ekan bu kishi. Men juda xursand bo'ldim. Amakim shu insonga havas qilib, meni otimni Shahzod qo'yganlar deb yozgan. Xursand bo'ldim. Umr uzoq bo'lsin. Ukamizni Alloh rahmat qilsin. Xo'sh, ijod to'xtab qoldi deyaptilar. Endi ijod haqida ko'p gaplashdik. Shahzod ukamizga mayli hamma orzu-havaslariga erishsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onalari sog' bo'lishsin. Samarqandga keling, tanishamiz, gaplashamiz, xudo xolasa. Mana shu avtorist zavodining ro'parasida Jasmin restorani bor. Shuni yonida ofisimiz bor, studiyamiz bor. Kelsinlar, tanishamiz, gaplashamiz. Endi ijod to'xtashini boya aytdik, gaplashdik, intervyuni ko'rsalar agar bilib oladilar. Har xil ko'p sabablari bor. Eng katta sabab men nima deb bitta lo'nda javob berishim mumkin. Boya Latifjonga ham aytdim.
mana shu ichimni eshitib yashaymanda. Mana shu aytdim-ku, birdaniga ikkita qiz bilan gruppa qilishdan oldin bir 5-6 yil umuman san'atga yaqinlashmaganman, o'sha payt to'xtalgan. Undan oldin ham yaxshi yurganmiz, albomlar yozganmiz, kliplarimiz bor, balli degan kliplarimiz bor, Inyazda olingan. To'xtov bo'lgan 5-6 yil. Lekin birdaniga boshlaganman. Nima uchun? O'sha payt ichkaridan bir energiya kelganda, Fratelli kafeda yaxshi ishlaganmiz. Men 1 yil ishlab Matiz mashinamni Nexia qilganman. Zo'r ishlaganmiz. Juda yo'q, topishimiz yaxshi bo'lgan. Lekin shundoq to'xtatib, birdan san'atga o'tib ketganman. O'rtoqlarim ham hayron qolgan. Sherikmizga sen qanaqa tashab ketyapsan? Sherikchilik naborot bizga ko'proq qoladi-ku endi deganda, bo'lmayapti, men zerikayapman bu ishdan deganman. Uydagilar bilan ham maslahatlashganim yo'q. Uydagilar ham hayron qolgan. Nimaga chiqding? Yaxshi-ku ishing desa, biz shunaqa kelishganmiz deganman-da. Aytmaganman. Ras san'atga sraz gladki o'tib ketganman, boyagi aytgandagi diskni olib borib bersam, avgustni to'ldirib qo'yganda, o'sha dangar to'ylarga kirib ketganmiz. Uydagilar jalb qilishga ham ulgurmaganda, menga normal bo'lib ketgan hammasi. O'sha 2 yildan keyin konsert qo'ydik. O'sha Muhabbat Navo bilan ishimiz yaxshi ketdi-ku. Muhabbat Navo borib konsertni o'zi tashkillashtirib bergan. Umuman hech narsa qilmaganmiz. Lola Ahmedova bilan birga konsertimizni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bitta smena bo'lgan. O'sha konsertga yaqin qolganida obedda ham berganmiz keyin. Shunchalik yaxshi, uspeshni bo'lgan, reklama biletlar yaxshi sotilgan. Lola Ahmedova bilan birga obedda soat 2 da, kechqurun 6 da berganmiz. Hammasini o'zlari tashkillashtirgan. Biz borib faqat repertuar adashmasam 10 tami, 12 ta men, 12 ta Lola aytib juda chiroyli o'tganmiz. Keyinchalik yana sekin o'sha ichkarida so'nganda, o'sha xohish, istak boyagi voqealardan keyin so'nib borgandan keyin tashlab qo'yganmiz-da balki. Ha, Shahzod aka, endi intervyuni yakunlashdan oldin sizni mashhur qilgan o'sha qo'shig'ingizni bir 2 kuplet aytib bersangiz. Qaysi birini aytamiz endi? O'sha yor-yormi? O'zingiz uchun ma'qulmi? Xo'sh, menimcha shu yor-yor qo'shig'imiz ko'pchilikqa yoqadi, o'zimga ham yoqadi, sokin, yaxshi. Samarqandda to'y ko'p, to'y bo'lsin. Shuning uchun ham juda bu tema yeydigan temada. Shu yor-yorda aytib beramiz, ha? Hay guliman, jon bulbuliman, jonona shuma, yor-yore jonona shuma, yor-yor. Joni mara gavharinas yaktona shuma, yor-yore yaktona shuma, yor-yor. yor-yore hoste xudo, yor-yor. Rahmat Shahzod aka. Bugungi intervyumiz uchun vaqtingizni ajratib, biz bilan maroqli suhbat o'tkazganingiz uchun rahmat. Intervyumiz oxirida muxlislaringizga tilaklaringiz. Latifjon, rahmat, sizga ham yaxshi yo'ldasiz. Bunaqa suhbatlar bilan ko'pchilikka qandaydir fikr ulashamiz, qanaqadir yangi fikrlar beramiz. Bu albatta yaxshi. Shuning uchun ham sizga ishlaringizga omad. Xudo xolasa biz navbatda turaylik, siz bilan suhbat qilaylik deb, keyingi suhbatlarda. Xudo xohlasa. Navbatingiz juda ham ko'payib ketsin. Bu safar o'zimiz taklif qilaylik keyin. Ish qilib, mana bu yerda bizni ko'rib turgan, eshitib turgan Samarqand yulduzlari muxlislariga, o'zimizni tanish bilishlarimizga, bizni taniydiganlarga hammasiga baxt saodat tilaymiz, ichki xotirjamlik tilaymiz, halovat tilaymiz. Aslida halovat eng katta baxt ekan. Shuning uchun yetyapman oxirgi paytlar. Sog' salomat bo'laylik, halovatimiz bizni tark etmasin. Hurmatli Samarqand yulduzlari TV muxlislari, mana bugungi intervyumizni ham yakunlab oldik. Bu intervyu uchun Shahzod akaga rahmat. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Xuddi muxlislar aytgandek comeback qilib, yana san'atga qaytishingizni so'rab qolamiz. Samarqand yulduzlari kanali muxlislari, biz sizlarni ko'rib boryapmiz. Aktivlaringiz zo'r. Prosmotr zo'r bo'lyapti. Sizdan bitta dona ham iltimos. Shu ko'rgandan keyin kommentariy qoldirib, like bosib, обязательно подписка bo'linglar. Bizlar har bir chiqarayotgan yangi vyupuskimiz birinchi sizlarga yetib boradi. Rahmat.